Moskvadagi klinikani 20-30 ming dollar pul bilan ochgan. Shunaqa katta summa bo'lmagan ochish uchun. Yo'q, men sizga maksimalni qisqa qilib tushuntirib berdim. Bungacha ancha-muncha og'ir yengil yo'lda bo'lganim. O'sha paytdan ajratish, oqqa oqga, qorani qoraga ajratish bo'lardi. Biz kafedrani o'zida sezganmiz. Bizani dastashni qiynashgan. Qaysi kafedradasan degan Toshmiydan. Toshmiyda kafedradan chiqqan tuzin hech narsani bilmaydi. Do'ishniki degan. Moskvada klinika ochish bilan va Toshkentda, O'zbekistonda klinika ochishi qanaqa qiyinchilik va plus taraflari bor? Bu yaxshi savol bo'ldi, ayni og'uli savol ham bo'ladi. Men Moskvadan kelib bu yerda ish boshlaganimda qaytib ketgim kelgan. Mani xatoim shu bo'lgan, perchatka bilan barmog'imni tekkizganim uchun ishdan bo'shatib, shtrahmat qilib butonliggacha olgan. Moskvada va Toshkentda eng katta patsiyentdan olgan chekingiz. Toshkentda shartmi? Bizning sharoitda qanaqa sifralar qilsa bo'ladi? Siz o'qishga, bilimga ketkazgan eng katta summangiz qanaqa summa bo'lgan? Bir yilda 56 ming, 60 ming dollar pul ketardi. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mening ismim Muhiddin Yorqinov va bu Dental Diskussion klubining navbatdagi loyihasi va bugun diskussion klubimizni navbatdagi loyihasida navbatdagi mehmon ko'pchilik kutgan, so'ragan, ayniqsa klinika rahbarlari so'ragan inson. Ko'pchiligingiz uchun balki tanish yoki yangi qiyofa, lekin juda ham ko'plab kerakli ma'lumotlarni olsa bo'ladigan vrachlarimizdan Bobur aka Abzalov, Toshkentdagi va hamda Moskva shahridagi Dinastiya klinikasi asoschilari. Assalomu alaykum Bobur aka. Assalomu alaykum Muhiddin, salomatmisiz, charchamayapsiz? Rahmat, sizni ko'rib turganim juda ham xursandman, chunki sizni chaqirishimizdan juda ko'pchilik stomatologlar so'rashgan, ayniqsa shu sohada juda ham ko'plab kurslarga borgan, shu sohada o'sishni xohlagan, har doim siz to'g'ringizda eshitgan, lekin siz bilan bevosita tanishib, suhbat qila olmagan odamlar, ayniqsa klinika rahbarlari sizni ko'pchilik so'rashgan. Sizni fikringizni, klinika yurg'izishingizni, umuman shu klinika ochish, shu stomatologiya sohasi qanaqadir darajaga qanaqa qilib yetib kelganingiz ko'pchilikka qiziq ekan. Balki siz buni bilmassiz, lekin ko'pchilik so'ragan, shuni hisobiga sizni taklif qildik. Avvalambor yo'q demaganingizga rahmat kattakon. Shunchalik qimmatli vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun. Avvalambor o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, qayerda tug'ilgansiz, nima qilgansiz, undan keyin sekin asta stomatologiya sohasiga qanaqa kirib kelganingiz to'g'risida suhbatlashamiz. Ismi Sharifim Mehdiyz, ismim Bobur. Endi otchестволari bilan aytishim shart bo'lsa, familiyam Abzalov, otchеством Bahodirovich. Xo'p, men Toshkent tibbiyot universitetini bitirganman, institutida unda. Biz 2003-yil bitiramiz. Shu bilan Moskvaga ketib, bu yerda ordinaturani bitirganmiz. Shu bilan stomatologiyada yerda qolib ishlab, shu kungacha kelyapmiz. Tug'ilgan joyim Toshkent shahri. Ordinaturaga Moskvaga ketish oldindan planingizda bo'lganmi? Qanaqa qilib bu narsa ro'yoga kelgan? Endi 5-kurs o'zi biz paytda 5-kursni tugatayotganimizda yerda ishlaymiz, bu yerda ishlaymiz. Ani poliklinikaga распределение, men poliklinikaga распределение bo'lardi. Endi o'rtoqlarimiz baraka topsin, bizdan oldin bahor oylarida borib kelishadi. Mana shu bizning kafedra Kurlanskiy deylardi. Kitobimiz bor, Gavril Foxon Kurlanskiydan o'tardi. Hozir ham bor Toshkentda. Shuni kafedrasi Yevdokimova ham deyshadi, 3-metniki. O'shaning bolalar borib keladi, shu bilan как раз ularda nabor bo'layotgan bo'ladi. Endi shunaqa vaziyat bo'ladiki, кто платежеспособный, у кого есть там возможность, дух deyshadi, xullas. Endi boshqa davlat, yoshsiz, endi bitirib olsiz. Taklif qiladi, shu bilan fikrlaymiz.
Davay bilan ketamiz. Mo'ljalda yurgan bo'ladi lekin Petermi, Moskvami deb. Lekin o'sha payt biz eshitayotgan bo'lamiz. Hamma o'zidagi domlalar Moskvada professor bo'lgan, yo boshqa bo'lgan, dotsent bo'lgan, Peter bitirgan, Novosibirskni bitirgan. Ko'p eshitardim. Перед выбором turamiz. Или Запад, или anaqa, как его, Yevropa. или Yevropa, или Moskva. Moskvani tanlaymizda. Shu bilan o'sha o'tib ketganmiz. Venyamin Yurich Kurlyanskiyni eslab o'tdingiz. Mani dodamlar ham Venyamin Yurich Kurlyanskiyni shogirdlari hisoblanadilar. Kandidatskiyni o'sha Kurlyanskiyni qo'l ostida защита qilganlar. O'shaning uchun bu inson to'g'risida men Aristotelga kirib kelishdan oldin eshitgan edim, что он один из основоположников ортопедической стоматологии вообще Советского Союза считался. И u kafedrada o'qish menimcha bu haqiqatda juda ham katta shkola. Shuning uchun shu ordinaturadagi ustozlaringiz, nastavniklaringiz to'g'risida gapirib bersangiz. Endi ko'pchiligi bu qiziq bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin hozir kecha kunduzdagi studentlar ham shu kafedrani eshitsa, tretий med ortopediyasini eshitsa, ko'pchilik ishtiyoq bildiradi. Ya'ni haqiqatda asnovasi, bazasi kuchli. Bitta prinsipini aytishim mumkin. Mana hammaga известный bo'lgan Ivaklar kompaniyasi. Shuni birinchi Moskvaga olib kirib, Lebedinka Igor Yulyevich bo'lardi, bizning saf kafedra. Kitoblarni haligacha o'qishadi, biz ham o'qiganmiz. Shu odam biz endi birinchi qaldirg'ochlardan bo'lganmiz. Birinchi ordinaturaga ular именно Germaniya bilan совместно qiladi. Nemislar keladi. Bizda konkurslar bo'ladi. Shunaqa qilgandiki, nemislar keladi, biz boramiz. Oxirgi payt ular panitsanni keladigan bo'ladi, Shvetsariyadan, Germaniyadan. Shu bilan kafedrani ixtisoslashtirishadi, ya'ni kuchaytirishadi. Ya'ni Evropeyslar keldi degani o'sha paytga endi bir qanaqadir boshqacha уровеньda haqiqatda Lebedenka baland уровеньga olib chiqqan edi. Shu bilan shu odam menga bitta nima deydi? Turtki bo'lgan. Qabul qilgan, endi обязательно на основе экзамена. Biz o'zimizga просто borib kirib ketmaganmiz. Ekzameni qiyin bo'lganmi ordinaturaga kirish o'tda? Endi oson ham demayman, o'ziga yarasha bo'lgan test. Jayam rus tilimiz zo'r emas edi. Своеобразный тест tayyorlaganlar. Григорьевич. Я знаю, вы не пройдете degan kirishimizdan oldin. Shu bilan topshirganmiz, o'tganmiz. Kursamiz oson bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'qib ketamiz. Yo'q. Predmet boshlangan. 47 ta odam edi ordinaturada. Nechta o'zbek bo'lgan Toshmiydan siz bilan? Toshmiydan, Toshkentdan, Toshmiydan 9 ta odam kelgan bo'lgan. Hamma kirgan. Почти. Endi bizda распределение, kim ordinaturaga ketgan, kim terapiyaga ketgan, kim ortopediyaga ketgan. Biz ortopediyaga ketganlar где-то bir 4 kishi bo'lganmiz. 4 kishi bo'lganmiz. Boshlangan fanimizda bizga oson ko'ringan. Bu yerda Toshmiyda kelib ketib yurimiz boshqa. O'zimiz o'qiyapmiz, o'zimizning uyimizda erkalanib yurardi hamma. Yerda ordinatura как будто birinchi kursdan boshlanganda. Yaxshi edi. 4 ta segmentga bo'lgan ular. Birinchi 3 oy syomniy protezni o'rgatadi. Keyin несъемный, keyin ventures. Ну и там уже комбинированный протезlar deb kirgizishardi. Этот может быть на имплантат образно. Xullas достаточно kuchli olib borilgan. Faqat teoretik bilim bo'lganmi ordinaturada yoki praktika ham qilishga sharoit bo'lganmi? Bo'lgan. O'zi o'shanga kelyotgandim. Har bir vaqtini har bir misol 3 oyga birinchi syomniy protezирование. 3 oy bitirasiz, imtihon topshirasiz, syomniy protez tayyorlaysiz. Ilojiz yo'q. O'zingiz syomniy protezирование. Ya'ni xuddi shunaqa. O'tasiz, topshirasiz, tayyorlaysiz. Endi qanaqa tayyorlardingiz? Ular shunaqa qilganda bugun teoriya bo'lsa,
Haftasiga 3 kun teoriya bo'lardi, 2 kun praktika bo'lardi. Xohlaganlar kechasigacha ishlasindir dedi. Misol uchun men o'zim qo'limdan sinilli to'ylarga chaqlab, yasab, polirovat qilib taqqan joylarim bo'lgan. Protezni ham amallaganmiz xullas. Endi keyinroq уже chuqurlashib, rezultatimiz yaxshi bo'lgandan keyin уже непосредственно endi u paytda endi IMXlar chiqqan payt, endi keramический накладка, vener, anumam deyishardi. Ularni ham topshirib ko'rsatganmiz. Shundan keyin keyingi kursga o'tkazgan. Boshqachasiga sizga ko'rsatardi videoda, o'tirib fizически ko'rsatardi oldingizda, live'da. Siz o'shani qaytarishingiz kerak. Qaytara olmasangiz bo'ldi, o'tmaysiz. Shunaqa darajada tayyorlatardi. 47 ta boladan bir 11 ta bola o'tgan. Shundan 4 tasi yaxshi baho bilan o'tgan. Shunaqa жесткий отбор bo'lgan. Shunaqa жесткий отбор bo'lardi. Именно professorani o'zi ustimizda turardi. Ya'ni siz ustingizda bir student yo bir qanaqa emas. U именно misol uchun bugun priyom qilgan odam ertasi priyomini atmagan qilib, hammani o'tkazib qo'yib, testirovni qiladi. Pastga tushib test topshirib chiqasiz. Tepada o'tirib, непосредственно praktikani qilasiz. Fantom beradi, chaqlaysiz, holv yechasiz, vrmenka yasaysiz, kачество slepkani baholaydi, kачество zapillik baholaydi, shunga qarab baho qo'yadi. Bu paytda уже silikonlarda qolib qolgansiz. Silikonlarda o'sha paytda endi Denstar degan material bo'ladi. Hozirgacha kunduzda silikon xonjugum bilan to'g'ri keladigan. Birinchi Denstar chiqqan, keyin Silagum chiqqan, hozir endi Silagum chiqib ketdi. Biz o'shanda Denstarda ishlardik. O'sha silikon yo'q edi. Ya'ni отбор kuchli bo'lardi. Ya'ni 6 oyda, misol uchun Zelonniga borganmiz, 6 oyda shu priyom qilardi. O'tga borib boshqatdan stomatologiya nimaligini tushungansiz. Da. Biz 5 yil endi bu yerda o'qiganmiz. Hech kim o'zimiz ham dargoh hech qoyimimiz yo'q, bir ushimlas qilish yo'q-ku. Просто u yoqdagi talab, Lebedenkani qo'ygan talabi usilli edi. U yerda nastavniklaringiz kim bo'lgan? Непосредственно har bitta ordinator o'zini kuratori bo'ladi-ku. Bizda endi nastavniklardan desa oxirgacha borganim Perigudov Aleksey Borisovich degan odam bo'lgan. Buni hozirgacha kunduzda mana stomatologiya olamida ko'rasizlar, uni выпускниклaridan bittasi Gamit Nasoyev. Biz ketma-ket bitiramiz. Biz chiqayotganimizda ular kirib keladi. Ular ham shu Aleksey Borisovich kelinishgan, o'ta ultra deyman endi. Kuchli odam edi. Unaqa, ya'ni sovetskiy shkolani ham zo'r bilgan, европейский shkolani ham zo'r bilganda. Yo'q, odamni hozir sanoqli manimcha. Ya'ni o'sha paytda уже он разбирался во всем. Там endi hozir kamayib ketdi, bugilniy protezirованный на замках, всякие ригельные замки, шарнирные attachmentlar, interlocklar. O'sha payt u kitob yozgan. Sam pasta laboratoriya bo'lardi. O'zlari непосредственно ishlardilar. Implantatlar chiqqanda karkasni o'tkazib, bizda hozir bolalar bundoq ichini chaqlab o'tkazadi-ku. Например, kulchalarga. Искровая эрозия degan apparat bo'lardi. Например, abadmitlar turadi, ni parallelni baribir biz sezagar etini betini olsak, karkas o'ynab qoladi. Nisyomni tayyorlayotgan, nisyomni balans berib qoladi. Boradi, keyin uni kesadi, keyin uni yana ulaganda yana balans beradi. Etti stanok turardi, beras karkasni с обоих сторон росток beradi, karkas разогревается, четко садится. O'sha payt shu narsalar bo'lardi, ya'ni priligayni birinchi o'rinda turgan. Endi понятно funksiya, ya'ni shundan boshlab tekshirardi. И каждый ординатор должен был за это отвечать. Kurslar bittalab tekshiraveradi. Bu insonni shogirdlari ham звездный sostav bo'lgan ekanda. Da. Qiyinchilikdan o'tgandan keyin уже готов ortoped bo'lib chiqqanda. O'shanga aytardi, agar sallama aytayotganimni qilsalar, 6 oy tayyor bo'lasanlar derdi. 6 oydan kerak emas sallamlar. O'shanga shu yo'lda o'tganmiz. Mana shu hozirgacha kunduzda ham gapirsa Aleksey Borisovich deyman-da. O'zi umuman
hozir sizni fikringizda stomatolog, vrach uchun ordinatura kerakmi? Klinisist uchun непосредственно agar xususiy klinikada ishlasa yoki bu formalniy korочкаga borib taqaladimi? Endi Toshkentda bizani hamkasblar bitirganda jayam formalniy korочка deyolmayman, ishlashardi. Hozir kecha kunduzda bilmayman, chunki oradan 22 yil o'tdi bitirganim. Agar hozir ham qarasa Rossiyani, ya'ni misol uchun mana o'zingizdan bitirgansiz. На самом деле formalniy emas. Ya'ni kafedramiz misol agar bizani kafedramizda bir o'zgarish bo'ldi. Hozir yana o'zini qaddini ko'tarib olgan. Ya'ni baribir sizni rivojlanishingizga, ya'ni ilmiy keyin достаточно praktikuющий vrach bo'lasizda. Qanaqa qilib o'zi ortopediya sohasiga, именно ortopediyaga borib topshirdingiz? Bu направленияni nimaga asoslanib tanladingiz? Shuncha направление bo'lgan. Yoki o'sha paytda ham по-любому shu narsa bo'lgan, ortopedlarda pul ko'proq, ortopediyada pul ko'proq, terapevtlar bunga tayinlaveradi va hamma pulni ortopedlar yechadi degan. Bu narsa bo'lgan sizlar payti ham, to'g'rimi? Ayniqsa tilda koronkalardan endi bizni O'zbekistonda endi menimcha u oq metall keramikaga o'tayotgan payt bo'lgan. O'tda уже IMX yoki sirkonga o'tayotgan paytda ozgina keyinroq bo'ladi-yu. Baribir shunaqa tushuncha hali ham bor menimcha. Qanday tushuntirsam ekan? Men o'zim istoriyamga qaraydigan bo'lsam, ya'ni men dodamlar zubnoy texnik bo'lganlar. Zubnoy texnik bo'lib turib, keyin zubnoy texnik и vrachlik qilardilar. Ya'ni odamlar aytganlar. Davay shu professiyani egasi bo'lasan degan. Samo sabab ortoped. Shu bilan toshmaga kirilgandan keyin уже boshqa qaralmagan. Уже направление ortopediya aniq bo'lgan. O'shanga haligi boshida aytganimdek rus mehmonlar kelganda bir gaplashib, sirazu o'zim tetna-tet o'tirib mehmon qilib, "Ana qara olasanmi?" deganman. "Imtihon topshirasang, puling bo'lsa olaman" degan gap. Ya'ni bilasizlar, dangal. Bo'ldi, gaplashamiz deganmiz. Shu bilan hal qilganmiz, borganmiz, o'tganmiz, boshlagan. Sizni o'rningizga уже ortoped bo'lishingizni belgilab qo'yishgan. Yo'q, belgilab qo'yishgan deyolmayman. Ya'ni tanlov bo'lgan. Xola kirma. O'zi tegida kim bo'lmoqsiz, tegida yuridik yo'nalishga ketyapman. Men hech qanaqasiga doktorlik, toshmi, meditsinani fikrin tanlamaganman. Gap ochiq. Endi odamlarni shu bir o'zlarini bir shu niyatlari bor ekan. Shu yo'lni tanlagan deganlar. Ateizda o'zlari doktor bo'lganmilar? Yo'q. Bitta shu odamlar bo'lganlar, hech qaysi amakim, hech qaysi ammam doktorlikka aloqasi yo'q, meditsinaga aloqasi yo'q. Shu bilan men boshlab berdim. Hamma jiyanlar ketdi doktor bo'lib. O'zi в целом o'sha paytda qanaqa oiladan chiqqansiz? Ko'pchilik misol uchun stomatologlar qanaqadir darajaga yetgandan keyin men o'zi oddiy oiladan chiqqanman, keyin krutoy stomatolog bo'lib ketganman deydi. Rossiyada bitta stomatolog bor, otini aytmayman, juda ham intervyu boshlash bilan boshida aytgan, men to'q oiladan chiqqanman, o'zi Moskvada tug'ilganman, zo'r oilada o'sganman, hech nima kamchiligim bo'lmagan, просто stomatologiya qiziqish uchun kirib qolganman deydi. Ko'pchilik bizda naborot oddiy oiladan chiqib, o'sha stomatologiya u paytda prestijniy sohalardan bo'lgani uchun stomatologiyaga borganman deydi. Sizda qanaqa bo'lgan? Biz endi o'rta hol oila bo'lganmiz. Endi odamlar biznesmen. Aytmayman, sharoitimiz bo'lmagandi. Sharoitimiz bor bo'lganki, Moskvaga ketganmiz. Shuni o'zi gapiradi. Endi institutga kirish ham shu sharoitdan kelib chiqilgan. Kirib aytmayman, biz boy oila bo'lmaganmiz. Endi qaysi kategoriyadan baholashda, qaysi tomondan kelib baholash. Ya'ni sharoit hammasi yetarli bo'lgan. Ordinaturadan keyin qayerda o'tda qolib sirazi ishlashni boshlagansiz? Qanaqa klinikalarga borib ishga kirmoqchi bo'lgansiz? Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan ishga kirishda? U paytda osonroq bo'lganmi? O'zi hozir boshida aytganim, siz doполнять qildingiz savol bilanki, ya'ni aniqlashtirdingiz-da. Biz mana shu ordinaturaga kirganimizda qora ko'zlamiz. Hozir o'zimizning yurtdek
doktorlarimiz balki eshitib etishligi mumkin, voy mana boramiz. O'sha paytdan o'rslarda natsizm bo'lardi. O'sha paytdan ajratish, oqqa oqga, qorani qoraga ajratish bo'lardi. Biz kafedrani o'zida sezganmiz past balandini. Endi men o'zimga qunt qo'yganman-da, ya'ni shu oxirigacha boraman, ya'ni tishlagan joyi qo'yib yubormaymiz. Ko'rsin bitta o'zbekni degan masala bo'lganda, xullas. Endi mo'shiman kirganmiz, o'sha yerda bizani dastashni qiynashgan. Qaysi kafedradasan degan, Toshmaydan. Kafedraning nomini ayt degan. Qaysi kafedrani aytaman? Ortopediyada kim sangi lavrach, anu zavedущий. Agzam Hojayev ham, rahmatlilar, Agzam Hojayev degan, endi qaysi tomondan u Anatoliy Petrovich gapirgan, dimoqlari ham baland edi, o'zlari ham baland edilar haqiqatda. Butun Moskva hurmat qilardi-da, одним словом. Хотя он пассионный протезм. Hozir aytayotganim maqsadi Toshmaydi-yu kafedradan chiqqan student hech narsani bilmaydi, двоечники degan. Ikkinchi kun predmetda siz oldingizda 12 ta bola bu yerda dars o'tiribmiz, orqamizda yana 12 tasi o'tirib, hamma eshityapti. Shunda endi hafsalasi hal pir bo'lgan, endi qarab turibmiz. Darsga o'ta qolaylik deganimda, hech narsani bilmaysan, nima qilasan, darsga o'tir degan, men xatlab o'tib ketgan. Boshqasiga o'tib ketgan, seni topshiraman. Sen degan bor o'qib kelasan, boshqatdan topshirasan deganda. Xo'p deganmiz, nima deysiz, xo'p deysiz? Pul to'lab qo'ygansiz. Bor desa ketasiz. Pulingizni qaytarib bermaydi. Uyingizda xursand Moskvada o'g'lim o'qiyapti deb. Hech narsani qilolmaysiz. Yo'q, keyin bo'pti. Kelishib deganmiz, shu bilan hamma narsani qo'lga olib haligi Aleksey Borisovich deganimni ko'rardim. U soat 2 dan keyin kelardi. O'zi o'sha paytdan Moskva ertalabdan probka, uxlab 2 dan kelardi. Kazo kasallarni qabul qilardi. Men uni oldiga qo'ymasdim. Hamma yahudiylar atrofida. Sen kimsan? Rus. Men biz qo'yadi. Sen o'zbek, har. Shunaqa qatnashinglar bo'lgan. Keyin tilini topganmiz, u yog'idan kirib, xullas tushuntirib, mana eplaysammi, eplayman degan. Qara lekin charchab qolmayman degan. Usloviya qo'yaman degan. Bo'ldi, qanaqa usloviya qo'yasan degan. Model beraman, chaqlaysan, topshirasan, xullas 1,5 oyda degan. Eplay olsang degan. Oldimda bo'lasan, eplay olmasang davay degan. Endi 1,5 oyga 4 ta 5 ta tish. Faqat undagi bajarishingiz kerak bergan ishini. O'zlari haqiqatda yaxshi ish qilarmidilar. Gap chahlachi boshqa, просто сам по себе эргономия, как ты с фантомом работаешь на самом деле. Да как себя ведешь, как uni shu parallelni ishlab beradi sizga, qolib qo'y, anu qil, mana bu qil. Xullas shu ishlarni amalga oshirib, yo'q ko'ziga nazariga tushganmiz. Aytgan narsasini qilganman-da. Kechgacha qolsa, kechgacha o'tirardim oldin. Mana hozir gapayt xafa bo'lmaydi-yu shogirdlar-yu. Sal aytsangiz qosh qorayadi. Misolda endi keyin mayli deysiz, chunki erkalanib yuribdi-da. Endi o'zingizga o'zingizda hech kim orqangizda yo'q-da. Nima qilib o'shdan ham erishishingiz kerak. Борьба за жизнь. Keyin yo'l ochilib ketganlar aka. Shu davay degan, yakshanba ham kutaman, seni shanba ham kutaman. 2 dan 11 gacha birgamiz, davay bosamiz. Shundan 6 oyda tushing kerak deydi. Yo'q, aytganichalik 6 oyda уже ishga qo'lga bo'ladi. Sentyabrda o'qish boshlangan bo'lsa, уже dekabrda men sekin ish qaryotgandim-da. Kafedrada qancha ishlasa bo'lardi, endi ambitsiya bo'ladi-yu, men ham ishlashim kerak o'tib ketdi degan. Подожди degan. Fevral oyi keladi, mart oyi bahor kelsin, boshlanadi hammasi. Bundan bahor keladi. Deyo ma'g'ir nimadir qilaylik. Kimga boray? Ustozingizga aytasiz. Aytolmay, kimga boray desam, любой ishing borib taqillatasan-da, men kafedra Lebedinkadanman deysan, faqat shu gapni gapirasan degan. Men kafedra Lebedinka to'g'risi ham-da, misol uchun borasiz rukovoditelga, o'sha klinikani glavvrachiga, ya из kafedra Lebedinka qanaqa qaraydi? Так, подождите deganman. Вы там поподробнее чуть-чуть. Объясните desam,
ты заходишь в клинику, идешь на собеседование, сразу говоришь, я учусь в ординатуре у Лебеденко Алексея Борисовича. Все. Ну, хорошо, deganman. O'shanda Prospekt Mirada, Gelerovka 79, улица Gelerovska 79. Stalinskiy domda hozir kecha kunduz ham yaxshi bir уровеньdagi sentrda, одним словом, Садовое кольцо. Shu klinikaga kelaman, yangi ochilgan klinika. Просто topib borganmiz. Endi aytishgan adresi ordinatura deb bolalayotgan, mana shu yerga nabor bo'layotgan ekan, riskli degan. Moskvani qoq markaziga siradi. Da, endi undan oldin endi пока Алексей Борисович ani ma'lum qilishdan oldin o'zim o'rtoqlar bilan bir o'tib bitta ishlab ko'rmoqchi bo'lib, Leninskiy prospektida joyda ishlab ko'rganman. Juda bir ushli ayolga tushganman, juda bir o'tkir ekan. Tim bo'lib biz hali aytganimizdek qoravoyimiz, hozir shunaqa deb aytishadi-yu. Qiynab ishlatib, mani xatoim shu bo'lgan, perchatka bilan чистый стерильный lotokda menga pinset bermaydi, sterilniy. Kutib o'tirolmay, barmog'imni shunda o'sha bo'rni olish uchun barmog'imni tekkizganim uchun ishdan bo'shatib, shtrafovat qilib butonligiga qo'ygan. Bitta shu uchun haydab olib, men aytganman, uni ana ждала, видать, поводы. Irina Anatolyevna uchista hali ham bor o'sha klinika, deydi. Avanston deyshadi, 2-3 сеть. За что? Сам видеоda ko'rsatadi va что вы там лазите своими грязными руками? Я же в перчатках, но как я грязными руками? Нет, degan, у нас не положено. Там все на пульте, siz gapirmaysiz. Assistent chaqirishdan oldin лишний движение yo'q, hammasi na nogах, na пульте, na ratsiyaxda, shunaqa darajada. Premium уровень klinika bo'lgan? Больше среднего. Да, типа, shunaqa подход qilardi, одним словом. Ular shu yerdan haydab yuboradi, одним словом. Ketdi, bo'ldi, qorong'u hamma yoq. Insonni kim oladi ishga? Гражданство O'zbekiston. Xatga telefon qilsangiz, гражданство славянская внешность deb bo'ldi. Tamom, turkani qo'yasiz. Gaplashishdan foyda yo'q. Keyin shu bilan shu kafedraga kelib aytganimda, kungacha harakat qilib qo'yaman. Sen borib shunaqa degan deydi. Endi bilmayman bu narsa. Ну все deyman. Telefon qilaman, mana shunaqa klinika. Kelmoqchi edim. Mayli, keling deydi. Naborot vaqtdan keling, rezyume to'ldirib keting. Ko'pini shunaqa qilishadi. Например, borasiz, rezyume to'ldirasiz, o'qiydi. Yo'q, chaqiradi sizga. Resepsiyon administrator. O'tirasiz, administrator aytadi, ketavering, мы вам позвоним. Вот мы вам позвоним, этот всё. Hech qachon qilmaydi. Это уже дверь закрыта, до свидания. Shu bilan boraman, endi kirib arzim beryapti, bitta joydan haydalganmiz. Qog'ozni shunda oldimizga qo'yib, вы скажите там, с кем я буду общаться deganman, из кафедры Лебеденко degan. Sam eshitdi ichkarida. Orasi uzoqmas edi. Endi хорошо присаживайтесь, deb o'tiribman, kirib ketdi. Bir payt u kelish o'rniga glavvrachchi o'zi keldi. O'zi keldi-da, проходите dedi. Artemiy Evgeniyevich. Kirdim, садитесь dedi. Вы там у кого? У Лебеденко, у самого? Нет, у Алексея Борисовича сам. Bilar ekan javob. Bilan Алексей Борисович, понятно. Shundan qaradi. Ирина Анатольевна, да, на завтрашний день график дайте. Сразу, момент. Vizitная карточка сработала. Да, man bu kimsan, pasport есть, misol dedi. Qiziqtirmaydi o'sha. Gapirgani bo'ldi, studentskiy bileting bormi deb bordim. Хорошо, да, adres улица училища, общежитие. Все, да, pasportlarni oling dedi, kopiya olib qoling dedi. Я знаю, где он учится. Da bo'ldi, ertasidan grafik berib yubordi. Xuddi shu bilan ertasiga chiqdim, ishni boshladi. Biz 3-4 o'rtoq borganmiz-da, mana shu. Общий 9 ta bo'lsa, 4 ta terapiyada o'qirdi. Hamma o'sha klinikaga borgansiz. Men ishga tushib ozgina bo'lgandan keyin o'rtog'imga davay dedim. Endi понятно, ruskiysi ancha og'irroq edi. Amal taqal qilib
Artsemik inchi, я здесь головой стою, надо его брать degan deb xullas kiramiz, shu bilan yurib ketadi mashinamiz. Pravda srazu zo'r ketmaydi. Endi mana 6 oy menga katta толчок bergan bo'ladi-da. Men srazu o'tiraman, там patsient srazu zashli metalokeramika o'sha payt 3600 rubl bo'lardi. Dollar kursi 23-27 bo'lgan paytlar. De kirgizib yuborganman, gaplashyapman bemor bilan. Общение qildim de chiqib, ну shu plan лечениясini berdim de. Ну все хорошо, доктор, Артемьевич, это же маловато, я что-то смотрю. Сам как так маловато? Нормально, ну, посмотрите на пациента. Пациент говорит, а вы что там, другое не можете предложить? Сам. А если вы сможете, давайте пообщайтесь. Я. O'shanda уже сразу kelgan kunim 3600 bo'lgan bo'lsa, o'sha kunni o'zi plan lecheni bitta единица 7000 rubldan уже gaplashiladi сразу. 7000 rubl hisoblab ko'ring, 23, 25, 27 bor. 3 barobar. 3 barobarga qimmat. Metalokeramika narxini ko'targansiz 3 barobar. Da. Vladimir rozi bo'lgan shu narsa ko'tarishga. Endi misol na price нет, сразу price to'g'rilalaring. A tam patsienti to'g'rimizda biznes sentrida hammasi neftiyaniklar o'tirar ekan, men bilmasdim. Xullas, yo'q, shu bilan kirishib ketiladi, shu bilan ishlab, shu bilan возможностьlar ochiladi в plane. Endi albatta tekshiradi, qanaqa ishlayotganingizni, reviziyanka undan keldingiz deb emas. Ishlagandan keyin rentgenlarni ko'rib chiqardi, qoliplarni ko'rib chiqardi, qanaqa texnikada непосредственно so'raydi, qanaqa sanga beryapti qolip, ya'ni ish qanaqa, kommunikatsiyasi qanaqa, bemordan so'rashardi. Отзыв qoldiring, yaxshi yomon bo'lsa sразу aytavering, biz boshqasini alishtiramiz. Yo'q, endi осложнение ham qilganmiz. Yo'q, sekin shu bilan ish oldinga qarab keta boshlagan. Chidaganmiz lekin hammasi. U yerda siz faqat ortopediya qilgansiz klinikada? Faqat yo'q, terapiya ham qilganman. Endi o'rtog'im yana bir boshqa qizimiz bo'lgani uchun juda aralash qilardim. Tak 70-80% ortopediya qilardim. Hop, undan keyin o'zingiz klinika ochishga qachon kelgansiz? Moskvada qancha yurgandan keyin o'zingiz tushunib yetgansiz, что o'zingiz klinika ochib, уже yurg'iza olasiz. Haqiqatdan nima turtki bo'lgan bu narsa? Haqiqatdan misol hozir qaytarsa, har doim aytaman bolalarga. Endi shu payt shunaqa ambitsiya bo'lganda, ya'ni biz shunaqa prosloykaga tushganmiz. Ya'ni shu payt stomatolog yetilyaptimi, klinika ochardi. Qanaqasiga o'shani hozir aytmoqchi edim. Haligi boshida bizani kamsitgan doktor domlam bor edi dedim-ku, syomchi. U menda o'qigan studentlar hamma degan, butun Moskva degan, menda bitirgan, hech qaysiga borib ishim qildirmayman degan. Chunki hamma ahmoq to'poyzallar degan. Bitta nima deydi? Qolib ketaverar ekanda, og'ir paytda borganingizda-da. Nima demoqchiligim, o'sha odamning gapini eshitganmanmi? U odam aytadiki, agar deydi, ishlaringni eplab, bizning nomimizni aytib, klinikaga kirib ishlab ketsalaring, обязательно klinika ochishlaring kerak deydi. Endi nimaga tayanib aytgan bu narsani men bilmayman, chunki o'zini bitta, ikkita, 3 ta klinikasi bo'lardi. Bittasi Krepchutli Kremlni oldida, Premialniy klinika. Endi shu bizni bitirayotgan paytdagilarning ambitsiyasi bo'lganda, bu чего ты достиг? Я закончил, я умею работать. Чего ты еще? Я там в клинике за старшего. Чего ты еще? Я там за главного. Чего ты? У меня своя клиника. Аренда западло bo'lardi. Где он в аренде? Ну, блин, в аренде deb qo'yardi. Несерьезно qaradi. Несерьезно qaradi, потому что u payt Moskvani o'zida pul juda ko'p bo'lgan. Keyin odamlar mana bunaqa siz borib o'tib bitta arendavat qilsangiz, sizga несерьезно qaragan. Chunki eski zakalka deyishadi hozir ham.
Endi baribir 22 yil oldingi narsa 22 yil oldingi narsa-da. Odamlar baribir eskiroq bo'lganda, ular siz aytdi, mana bu yerda zavglom desangiz, bo'ldi, qo'ya qoldirdi. Klinika. O'shaning uchun biza на дядю ishlayapmiz, понятно. Fikr bor edi-yu, unaqa bir yugurib ketmayotgandim klinika ochaman. Просто уже qaysidir уровеньga chiqaman, ishlab kelaman. O'sha klinikada ancha ter to'kamiz. Keyin klinikani egasi aytadi, "Olasanmi?" deydi. "Senga beraman, yur o'z ishga" deydi. Ya'ni "Я тебе в аренду отдам клинику" deydi. "Давай" desam $10,000 deydi. На тот момент $10,000 это очень много было. Это большие деньги были. За 3 кресла $10,000 demak, каждое кресло $3,000. Endi o'sha payt kim bilsa, kalkulyatsiya qilib ko'rsa, o'sha paytga urib ko'rsa, summa katta endi rublov ekvivalenti juda ko'p chiqadi. 10,000 ni bo'lib yuborsangiz, o'sha 25 ga ham katta summada eslashki. Xullas shu bilan anavi qilamiz, Kelisha oldinglarmi? Endi kelishib olamiz, ozgina ishlagan kishi bo'lamiz. Yo, qarasam qayerdandir bir qirg'iz paydo bo'ladi. 1000 yildan bir Moskvaning sentri Petrovkada ishlayotgan bo'ladi. Qanaqadir ular ko'rishib, xullas kalom men joyim kerak bo'lib qoladi endi. Shu bilan keyin men endi ishlab ko'tarilib kelyapsiz. Bo'ldi deyman. Men keta qoldim chetdan deyman. Desam, "Yo, ketma, qol" deydi. Ketaman deyman-da, keyin parallelni уже joy qarashni boshlayman. Shu joy qarab bemor bor. Ishlab ketsa bo'ladi. Bemor bor bo'lganda ham daftarimni ochsangiz, bo'lsa bir 10 ta bemorim bormi, yo'qmi? To'g'risida. Endi u telefon qiladi, bu telefon qiladi, o'sha klinikadagi bemorlar. Men har doim aytaman, "Я вас буду принимать там" deyman. Keyingi safar aytishadi, "Вы уже там не работаете" deyishadi. "Ну, идите туда" deyman-da. "Я не принимаю". Почему? Mavlo Hadirovich. Nilza-ku, mumkin emas. Men o'sha paytdan bilganman, uni bemorini tortish xato deb bilardim-da. Noto'g'ri. Shu bilan keyin boshqa klinikaga ketaman, oxir ochaman, men dugunimcha shahar boshqa burchagida boshqa klinikaga yo'l ishlayman ozgina. Yo'q, bo'lmaydi. Kaprizi odamlar har xo'jayinlarning yomon tomoni har doim fikrini o'zgartirardi. Aqllisiga tushsangiz hop. Mashina qilasan, mash pulga qilasan. Tamom. Mashina narxi aytasan. Bu mana bunaqaroq qilish kerak. Ertaga javobgarligi borsa, sen ishing bo'lmas. Sizlar mitsalaringizga to'g'ri kelmaydigan fikrlar. Shunaqa bo'lardi. Keyin men aytardim, "Xo'p, хорошо. Осложнение qilmaylik, хотя бы наверное. Qilinglar, но осложнение qilmaylik" desam. Keyin они же понимают, что вы чуть-чуть такой betga chopar. O'zinikini qo'yib ketgan. O'sha yoqmasdi. Cheris tushuntirib yuborardi. Bitta shtrafovat qilib, ruchnigiz tortib qo'yardi. Shu bilan tushunardi o'zi hayot. Jimgina bo'lib olib, bo'ldi, hop bo'ladi deb aytganini qilardi. Keyin o'zi bildim. Bu ketishda ketsam sinar ekanman o'sha yetdim. Yo'q, keyin joy qarashni boshlab, shu ochgan klinikamizdan joy chiqadi. Cho'nchiga qarasa, cho'nchida 20-30 ming dollar pul bor. Yarimchalar remontga ketadi. Rahmatli o'rtog'im ham bor edi shu payt. Как раз u olib ketdi, uni ham gaplashib, uni ham Moskvaga tortib klinikaga joylagan bo'laman. Xullas, u bo'ladi, bu bo'ladi. Shu klinikani hal qilamiz. O'rtog'ingiz bilan ochgansiz klinika. O'rtog'im qanaqa desam ekan sizga? Uni olib kelib, men o'zim klinikani ochib bo'lganimdan keyin o'rtog'im bilan kelishuv qilamiz, chunki bir-birimizni qadrlaydi. Например, pulim yo'qmi endi naymniy bo'lib ishlash kerak-da o'rtog'ingiz sizga. Siz klinika ochdingizda, siz o'rtog'ingiz sizga naymniy. Men uni xohlamaganman. Qancha puling bor? Falonchi pulim bor. Boshqa yo'q. Bo'ldi. Yig'ib berarsan. Xullas, vaqti bilan yig'ib keyin boshidan sherik bo'lib olgan, lekin pulni yig'ib kirgan. Biz ikkalamiz soучредитель edik. O'sha yerda уже razgonni boshlaganmiz. Boshida sal qiyin bo'lgan.
Endi qiyin sal deganimki, kimdir uchun bu juda qiyin. Endi bizani suv-suvlarga, tushib chiqishlarga уже ko'nikib bo'lganda immunitet bor edi-da. Biz уже qaramasdi. Ertangi kun Alloh beradi, bo'ldi, bos. Joyini sotib olganmisizlar? Yo'q, arenda edi. Arenda. Arenda edi. 168 kvadrat edi shu payt. Arenda qilib, mana Nechta kreslo bilan boshlagansizlar ishni? sразу 3 ta kreslo. Sразу. Sразу 3 ta kreslo. Nechta doktor ishlaydi? 3 ta doktor ishlayvermadilar? O'rtamizda Boshida ikki kishimi? kelganimizda bizda 3 kishi ishlardi, to'g'ri, 3 kishi ortodont, bitta terapeut, 4 kishi ekanmiz. O'rtog'im отдельный kabinet, menga o'zimga отдельный kabinet, bitta kabinetda ular уже almashib ishlardi. Shunaqa qilib уже ochib, уже yurib ketamiz-da. Bugunga kelib endi hali ham существует. Ishlab turibdi ishxona, lekin men sizga maksimalni qisqa qilib tushuntirib berdim. Bungacha ancha-muncha og'ir yengil yo'lda bo'lganim. Xullas boshidagi Moskvadagi klinikani 20-30 ming dollar pul bilan ochgansizlar. Ochilgan. Shunaqa katta summa bo'lmagan ochish uchun. Yo'q. Endi Xohish, ambitsiya bo'lgan. qattandir Alloh bergan. O'sha payt men hayron bo'ladiganim, bir boshqa klinikada ishlardim, keyin bitta meni yana bir o'rtog'im bor, yaqinim Zokir. U bir boshqa metrodan bir klinika qiladi, u gaplashib ko'r, yoningda joy yo'qmi desam, как раз u Toshkentga ketayotgan bo'ladi. Meni o'rnimga xohlasang ishla dedim, o'rniga kiraman. Endi ishlab, qaraysiz, pulingizga qarab, klinikaga qaraysiz, shu To'g'ri kelmaydi bir-biriga. to'g'ri kelmaydi. Bilmayman, shu niyatga yarasha Alloh berar ekanda. Harakatni bosaverganmiz. Bemor chiqib kelavergan, oylik chiqavergan, bu yoqdan ochaverganmiz, remontlarni tugatib, oxiri qarasa 30 ming bilan boshlangan klinika eshiklarni ochib, mashina kreslani ustiga o'tirib, uni kartochkaga qarasa 150 ming dollar ishlatib qo'yamiz. 30 ming bilan boshladi. Hali arendani yopish degani bor, u kutmaydi. 20 kun bergan kanikul. 20 kunda kirasanlar degan. Bo'lmasam hayır. 27 kunda remont tugatganmiz. 168 kvadratni qop-qora beton. 24 soat odam ishlagan. 24 soat ishlagan. Challenge bo'lgan ekan sizlarga ham shu paytda. 53 ta odam ishlaydi. Endi chaqirib turib, "Davay sen elektrikasini qilsan, anavini qilsan, mana buni qilib proyektga, qanaqa proyekt? Men o'zim proyektchi bo'lishman, davay." Endi nima qilasiz? Endi cho'nchiga qarab oyoq uzatasiz. Haligacha klinikangiz o'sha joyda. Ha, hali. Hali ham arendami joy? Hali ham arendada. Egasi sotmadi. Endi ko'tarilgan boshida gaplar kelishuv bor edi. Endi olmay biz oxirigacha mana uzoq yil ushab keldi etdi. Ana sotadi, mana sotadi, ana sotadi, menga o'sha bino kerak edi. Chunki 2 qavatli, ikkinchi etajda katta kvadratura. Lekin mana yaqinga kelib, "Yo'q, men sotmayman." Bo'ldi. Bo'pti. Klinika ochgan vладельцы xarakteri, liderskiy kачествоsi bo'lishi shartmi yo uni liderskiy kачествоsi bo'lmasdan turib ham klinika ochsa bo'ladimi? Yo'q, liderskiy kачествоsi bo'lishi shart. Endi u o'zi bilish kerak bunda. Bormi yo'qmi liderskiy kачествоsi, lekin odatan bo'lish kerak. Bo'lmasam siz birovga o'rnak bo'la olmaysiz, hech kim sizni eshitmaydi. Klinika ochishda, endi bizda ham hozir lokatsiya ko'proq muhim rol o'ynaydimi yoki personalmi, vrachlarmi? Lokatsiya birinchi qaraladigan narsamiz lokatsiya bo'lishi kerak. Lokatsiya bo'lishi kerak. Keyin endi немаловажный faktor уже vrachlar. Bir-biriga endi bog'liq-ku, lekin lokatsiya katta ehtimol bilan Rol o'ynaydi. Narx-navoga, umuman sizni rivojlanishingiz, sizni urovningiz, sizni segmentingiz hammasiga lokatsiya rol o'ynaydi. Endi bu hozir bu savolingiz qayerga taalluqli deb tashkil qilishim kerak edi. Bu Toshkent deb so'rayapsizmi? farqi yo'q. Hozirgi kunda Moskvada ham, Toshkentda ham lokatsiya rol o'ynaydi. Qatdan yosh vrachlar, endi necha yoshda ochgansiz klinikani? 28 yoshga to'lar-to'lamas. Baribir hali yosh spetsialistlar, endi Moskvaga kelib o'zinglar moslashgansizlar. Qatdan patsientskiy bazaga yig'gansizlar. Keyin qanaqa qilib sortirovka qilib patsientskiy bazani kuchaytirgansizlar, tam premium klassdagi patsientlar, VIP patsientlargacha. Endi menda ordinatorada aytdim, Aleksey Borisovich bilan ishlaganman. Shunda Aleksey Borisovich Galin Semyonovni kafedraga kelgan kasalni
Guzenko это тебе, Andrey Alexeyevich degan o'rtog'im bo'lardi. Abzalov это тебе deb berardi. Распределять qilishar. Ha. Pasentlar rozi bo'larmidi Ha, shunga? kelardi. Это они будучи это как бы будущие врачи или там не смотрите на то, что они ординаторы. Dirda уже motivatsiya qilib berardi-da. Biz o'tirib o'zimiz gaplashib, ishlab, например, kafedrani narxi hozir kecha kunduzda ham uncha klinikadan qimmatda. Hozir ham. Yo'q. Ha. Sentrda uncha klinikamdan ham naravne turadi, atak balandroq narx. Shunchalik уровень kuchli bo'lgan. Shunaqa narx zadovat qilib olgan o'zi 40 yildan birida. Shunga bizga yetardi, uncha to'lagilaring kelmasa men ma'mula qilib berardim-da. Bizga kerak-ku ishlash. Biz ishni bosib, davay qilib, ish ko'rgandan keyin так идёмчidirdi. Shiriklarni yetaklab keladi. Yo'q, u idёмчida uni to'lattirardi. Kassaga ish ko'rardi, sifat. Ko'proq pulni olgisi kelardi. Kafedraga, kassaga qancha pul tushsa yaxshi. Keyin biz 2-3 kasal chiqazib yubordim. Bizani xafa qilmaslik uchun poylab turardi, bitta kasna kiradi, tashirdi kelsa. Mana shuni qilib berasanlar, pulini ochuvchasiga olasanlar, вообще bexavotirdi. Qanaqa etiklu biz chek-pek qog'oz narsamiz yo'q desa, mashincha bo'ladi desa, men turibman derdi. Kafedrani o'zida. Kafedrani o'zida. Ganin Semyonni, Igor Yuryevich Lebedenko eshitib qolsa, ertaga men atchlikni qilib yuboradi. Ganin Semyonni aytsam, "Babur, я тебе сказала". Всё. Bo'ldi, shu bilan вопрос yo'q bo'ldi. Shu bitta ikkitasidan o'tib olganmiz. Ketdi. Ganin Semyonni desa, halliga gapirgan ekan. Bo'ldi. Bosib ketdi hamma yoqda. Shu bilan o'sha yerda kattaroq baza o'sha yerda ishlangan. Shu yerda endi telefon obinatsiya qilingan boshqa bo'lgan, shu bilan yig'ilganda. Qanaqa qilib o'sha musofir davlatga borib, birinchidan sharoitga ko'nikib, keyin yangi muhit, yangi patsientlarga ko'nikib, qanaqa qilib siz xizmatkorlik qilmasdan patsientlarga xizmat ko'rsatishni o'rgangansiz? Если на русском это как научиться молодому специалисту не прислуживать, но служить, оказывать помощь. Ko'p holatda hozir biza paytda davoman, endi men endi stomatologiya sohaga endi kirib kelganim uchun sizlar paytda ham balki shunaqa bo'lgandir. Ko'pchilik patsient oq xalatdagi vrachlardan qo'rqadi va hurmat qiladi uni oq xalati uchun. Va shunaqa patsientlar bor, animda aytganimdek, "Я тебе плачу, ты делай". Men senga pulingni to'lab olmanmi, ishingni qil, men aytganimdek bo'ladi. У тебя уже он требует, чтобы ты служил ему, прислужил. Shu granitsani qanaqa qilib chegaralab, qanaqa qilib patsientga o'sha xizmatkor bo'lmasdan sifatli xizmat ko'rsatishni o'rgansa bo'ladi. Endi bunday aytaman, misol uchun по опыту o'zi mana hozirgi hamkasblar yoki ishxonamda ham ko'raman, erta boshlangan o'zi. Ya'ni сотрудникlarni ko'rib baho berasiz. O'zi inson tabiatida bo'ladi. Ya'ni gaplashish, o'zi shu gapini tanlab, o'zini doktorligini, o'zini saviyasini qo'yib joyiga, ortiqcha harakatlar qilmay, qisqa gapirib, tushuntirib beradigan doktor bor. Ya'ni o'sha bemor sezadi. Endi bu uzoq tema o'zi, специально bu uchun o'zi tegida o'qiladi, специально o'qiganmiz. Yani можно сказать, как психология фана, как иметь отношения с пациентом. Endi shunaqa kurslar bor edi, bitta FSBшник o'tardi o'zi. Как ты можешь разоблачить человека, ya'ni savollar bilan, javoblar bilan qanaqa javob berish kerak. Chunki острый bemorlar keladi. Sizga, например, hali aytganimizdek, 30-40 ming dollar pul to'laydigan yoki o'sha paytga 10-15 ming dollar oddiy odam kirmasdi. U bilan o'zi halonni kirib keladi, u bilan gaplashish o'zi oson bo'lmasdi. Jo'jasizda, одним словом, 25 yosh, 26 yosh. Kim bo'lib uni shaharidasiz, uni uyidasiz. Endi o'sha payt o'sha apparatningizga qarab, usti boshingizga qarab, gap so'zingizni qo'yib, oldindan tayinlanib olib, hamma savolga maksimalni cho'tka savol berardi, qisqa. Gaping tamom bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ili. Yo boshlaymiz, yo boshlamaymiz. Ja bo'lmasa, glavvrachga aytilardi, bo'ldi, hamma narsa tayyor.
olib kiriladi, tanishtiriladi, ya'ni hisoboti bilan. Rozi bo'lsa, ish boshlanadi. Ya'ni отвертеться qilardi-da. Endi buni aytishimdan maqsad insonni o'zida ozgina bu bo'lishi kerak. Uning uchun bir kichkina kurslar yo bir shunaqa sredada tarbiyalanish kerak. Bizda endi ko'rsatgan odam Aleksey Borisovich bo'lgan. O'shaning uchun boshdan aytayotganim. Sizlar o'sha Moskvada shunaqa kursga borgansizlar. Borganmiz, keyin o'zi ham o'tkazib olib, непосредственно savol-javob qilardi. O'zini bemor o'tirardi, yoq kellaring deb turg'izib qo'yardi orqasiga, deb bo'ldi, bu gaplashardi u bilan. Qanaqa gaplashish kerak, qanaqa поворотli qilish kerak endi oddiy qilib aytganda-da. Где можно ниже, где можно выше, had buni gap so'ziga hop bo'ldi qilib beramiz, hop bo'ldi. Shunaqa dedingizmi bo'ldi, pishdi hamma. Ko'rsatardi, здесь можно прогибаться, здесь нельзя. Если он уже перешел ваши границы, все, вы должны сказать, каким бы он ни был бы богатым там олигархом, простите, я вас не приму. Shunaqa qilib endi psixologiyani o'rganib chiqilgan. O'shaning uchun endi kitoblar bor bu uchun, spesial kurslar bor, mentorskiy kurslar ko'p. O'sha yangi spetsialistlar shu narsalarni googlitz qilsa, endi qarasa, YouTube'larda ham bor. Endi men hozirgi FSB'ni o'rgadim, u spesial kurs, unga borish kerak, eshitish kerak, посещать qilish kerak, diplom beradi oxirida, lekin siz уже foydali ma'lumotlar olgansiz. Olasiz. Glaza bemori nima deyotganini glaza siz уже analizda turasiz. Tushunasiz. Hozir siz mana o'zingizni klinikangiz bor, bir necha va o'zingiz keyingi vrachni ishga olayotganda ko'proq nimalarga e'tibor berasiz? Uni bilimi va manualigami yoki patsient bilan, umuman odam bilan gaplasha olish qobiliyatigami? Endi asosiysi bizani o'zimiz doktor bo'lganimiz uchun bilimi bilan manualiga qaraladi. Немаловажный фактор, а то и даже более важный фактор uni gaplasha olishi. Bor odamlar ishla oladi. Manuali zo'r. Faqat gapirmaydi. Mana shu olib kirib o'tkazib qo'yasiz, bu chiroyli ish qilib beradi, lekin gapirmaydi. Unaqa doktor olish endi klinikani zaprosiga qarab, например, menga shu bitta doktor kerak, shunaqa faqat aytgan ishimni qilib o'tiradigan bo'lsa olish mumkin, lekin ko'proq ham manual, ya'ni bilimi bor, ham gapirishni biladigan odamlar. Agar ikkita kandidat keldi, ikkita vrach, bittasi siz aytganingizdek zo'r manual, bilimi bor, lekin gaplashish qobiliyati yo'q. Ikkinchisi bilim saviyasidan birinchi kandidatga ozgina yutqazyapti-yu, no gapda sizni prям ko'ndirib tashlayapti, prям nima gap topib gapiryapti siz xohlagandagi. Qaysi birini ishga olasiz? Endi shu bir bizda ham aytishuvdi-ku. Siz aytilgan ish qiling, qolganini o'zimiz o'rgatamiz. Ya'ni ko'proq o'zi tegida ko'proq inson sotishni bilsa deb ayting, sizga osonroq bo'lar ekan, o sotishni biladiganiga stavka qilinadi. Hali gapirgan, bundan oldin gapirgan frazam sotishni biladi-yu, lekin qo'lida manuali yo'q, unisini o'rgatib olamiz. Главный sotsin. Endi hozirgi tendensiyada, hozirgi ko'p zamonaviy stomatologiyada tam отдельный управленец bor, отдельный koordinator bor. Qanchalik vrach uslugasini sotish kerak? Bu uni o'zi ishimi aslida? Yoki bu bilan boshqa odam shug'ullanish kerak? Yo'q, biz hozir upravleniyaga o'tdik. Upravleniyani savollari ekan. Bu yerda albatta vrach agar bunaqa sistematizatsiya qo'yilgan bo'lsa, bo'ldi. Bu vrachdan xoli narsa. Vrach vazifasi kiradi. Bemorni ham tanishuv qiladi, diagnozini qo'yadi, planini qiladi-da, maksimum qilgan ishi shu bilan chiqib ketadi. Qolgan ishi u yoqda koordinator, u yoqda o'sha управляющийsi bor, или там fin menejer bor, hammasi o'tirib уже bemor bilan o'zlari gaplashishadi.
Endi Lekin komandada kommunikatsiya bo'lish uchun baribir gaplashishni biladigan odam menimcha yaxshiroq albatta, komandada. ya'ni doktor kirdi bemor baribir savoli bo'ladi. Ya хочу bir maylimi men doktorga savol bersam. Endi miq etmay turish kerak emas, gaplashadi. Ну, o'zini kerakli chegarasi bor. Chegarasidan chiqmaydi-da. O'shanga hali boshida aytganingizdek qanaqasi, ya'ni ko'proq kommunikatsiyasi bor doktor приветствует всегда. Sizni stomatologingiz, klinikangiz teatr deb olib qarasak, siz u teatrda qanaqa rol namoyon bo'lasiz? Ko'proq rejissyormi, aktyormi yoki tomoshabin? Savolingiz bugun kecha kunduzda ancha o'ylantirib qo'yadi demayman-u, o'zi shuni ustida ishlayotgan joyimiz edi. Hozir endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, balki rejissyor deyman. Tomoshabin emas. No, bu ham paka kam. Hali ko'p o'zgartirish kiritishimiz kerak. Endi mentalnisi, endi dunyoni shu qilyapmiz. Ya'ni qaysi ruslarga kirishi. Klinikani muvaffaqiyatli rivojlanishi, o'sishi va основном qanaqa faktorlarga bog'liq deb o'ylaysiz? Klinikani muvaffaqiyatli o'sishi birinchidan o'sha hali boshida aytganimizdek, buni to'g'ri tanlangan personali, ya'ni komandasi. Haligi lokatsiyasi, uni premialniy, nepremialniy anturaji ichki, ular samo собой по умолчанию ular bo'lishi kerak. No, muvaffaqiyatli o'sishida haligi komanda, ya'ni o'sha maksimalniy yig'ilgan professionallar 2-4 yilga qo'yilgan rejalarni to'g'ri qo'yib, to'g'ri personal olib, to'g'ri ish olib borsangiz, faqat tepaga ketadi. Всё зависит часто от персонала. От команды. От команды. Какая она сплоченная. Да. Moskvada ishlab, уже klinikani ma'lum bir darajaga, уровеньga ko'tarib, hamma narsa stabilni zo'r ketyapsiz. Toshkentga qaytib kelishga, Toshkentga kelib, bu yerda yana klinika ochishga nima sizni undadi? Qanaqa faktorlar sizni shu narsaga yo'naltirdi? Endi bu savolingiz aslida sal hayotiy savolda. Men o'zim oilada bitta o'g'ilman. Ya'ni bitta singlim bor, ya'ni ota-onalarimiz yosh emas. Qo'yilgan maqsad shu bo'ldiki, o'z maqsad, meni maqsadim qaytib kelishni men ko'rmaganman. Maslahat ham bermayman. Ya'ni o'zi bu отдельный tema o'zi tegidi. Bizda shunaqa holat bo'ladi. Qachon kelasan, qachon mana yoshlik katta bo'lyapti. Shu bilan bir qatorida qani ko'ring, qarasam O'zbekiston rivojlanyapti. Hech kam joyi yo'q. Ekonomikasi ham rivojlanyapti. Har xil ko'p gaplarni eshitamiz. Po faktu tashqaridan kirgan odam sezadi lekin. Po faktu tashqaridan kirganimda достаточно O'zbekiston, men ketgan paytimdan mana shu kelgan 22-yillik paytimda katta raznica edi. O'zgarishdi. Hozirgi kelgan Yaxshi tomonga? Hozir kelgan prezidentimiz bilan juda katta o'sish bo'ldi. O'shani ko'rganimdan keyin gap ochig'i, erta например, eshityapsiz, vrachlarga berilayotgan privilegiya. Endi Moskvada ko'p shunaqa informatsiyalar edi-da. Xalqqa berilayotgan privilegiya. Men misol uchun valyutani stabillashganligi, eshiklarni ochilayotgani. Endi xalq boyisa doktor boy bo'ladi. Agar bundoq olib qarasangiz-da, pan finansni, потому что qarasam, на этапе развития. Всегда я считал, в этапе развития надо зайти. Endi rivojlanayotgan paytda kirish kirish kerak. O'shanga kirdi, вроде hamma narsani to'g'ri qo'ydi. Ikki hamkasblar bir-birimizdan maslahat oldi. Qiyin bo'ladi, Bobur aka sizga deyishdi. Tayyorgarchiligingizni ko'ring. Bizda 6 soat ishlasiz, siz почти 12, atan 24 soat ishlashingiz kerak deyishdi. Allohga hamd bo'lsin, biz unaqa 24 soat ishlamadi, 12 soat ham ishlamadi. Lekin kerakli mo'ljalga
chiqib qoldi desa bo'ladi. Toshkentga kelib klinika ochyapsiz va сразу premium уровеньdagi klinika ochish ozgina qanaqadir riskovniy qadam emasmidi siz uchun? Chunki Moskvadan tashlab kelyapsiz, Toshkentda, грубо говоря, patsientga bazingiz yo'q. Toshkentda Moskvadagi Bobur Abzalov emassiz. Sizni bu yerda taniydigan patsientlar kam va qanaqadir risk bo'lmadimi? Сразу shunaqa baland уровеньdagi klinika ochish. O'zi xarakterimda zaложенный hamma narsani yaxshisini xohlayman. Birinchidan bu o'zimning soham. O'zimning uyim, одним словом. Ikkinchi uyimda, men misol uchun uyga borib necha soat uxlaymiz? Borsa bir kechasiga boramiz, 7-8 soat uxlaymizmi? 2 soat o'tirgan kishi bo'lamiz, qolgan 10 soat ishxonada bo'lamiz. Bu ikkinchi uyingizda. Endi meni aqlimga sig'masdi, когда men ishxonamga kelsam, meni sharoitim bo'lmasa, doktorlarim sharoiti bo'lmasa, men xohlagan anturaj, не те стены, не те там потолки obrazida endi aytmoqchimki, butun tayinlangan shart-sharoit o'zimga yoqishi kerak. Shuning uchun men uni qaysi segmentga taalluqli bo'ladi meni klinikam o'ylamaganman uni. Sizda o'zingiz xohlagan klinikani qilgansiz. Misol uchun boshida mo'ljal qilganman, o'zi tagida gap ochiq, hozir bundan 2 barobar katta plощадьda, lekin meni bir og'aynim aytganki, xuddi siz aytganingizdek, "O'y, shoshmab tur, bu yerda ozgina ko'rgin, zanjiri chiqib ko'r." Hatto bu mashinadan boshlagin degan, endi baribir o'zimga o'zim aytaman, bekor aytganiga kirgan ekanman deyman. Chunki bugun aytadigan narsam 250 kvadratdan kam stomatologiya bu kam. 250 kvadratdan kami kam o'zi. 250 kvadrat juda ham katta plощадь. Bu 250 da hamma narsa sig'adi. Действительно, будете, можно сказать, на премиум будете тянуть спокойно, да? Chunki men endi maksimalni zajmas qilganman, hamma narsani 100, почти по 200 hozir klinika. Qolgan narsasini o'zim xohlaganimdek qilganman, shuning uchun men o'ylamaganman, u premium bo'ladimi, business plus bo'ladimi, business premium. Unga e'tibor qilmayman. Menga yoqdimi bo'ldi, boshladi u. Shunaqa tugatamiz deganman. Shunaqa boshlab olgan. Moskvada klinika ochish bilan va Toshkentda, O'zbekistonda klinika ochishi qanaqa qiyinchilik va plus taraflari bor? Toshkentda ancha oson. Oson? Endi o'zingiz yurtingiz, bir mehr-oqibat kuchliroq ekan, baribir o'zingiz yurtingizdasiz. Desa xabar beradi, falonchi pismadonchini taniydi, yuz ko'zini qilar ekanda. Yo'q, Moskvada unaqa emas. Закон для всех одинаков, понятное дело. Но чуть-чуть plus-minusi bor. Litsenziya olish Moskvada qiyinroq. Qiyinroq Moskvada litsenziya olish. Bu yerda ham oson demayman. Misol uchun balki moskvichlarga bu yerda qiyinroqdir, bundoq qarasa-da o'zi. Menga misol uchun Moskvada qiyin bo'lgan demayman. Erta ochib bu yerda qilganimga o'rganganimgami, bet menga kazatsa yoki opit bo'lganiga ham bet kazatsa qildi. O'sha qiyinchilikdan o'tib kelganingiz uchun bu sizga osonroq ko'rindi. Siz mana ikkita davlatda klinika ochib, ikkita davlatda ishlagansiz, O'zbekiston hamda Rossiya Federatsiyasida va если agar texnologiya, ekonomikani chetga surib qo'ysak, bizning mentalitetimiz, bizni turmush tarzimiz qanchalik patsientlarni sog'lig'iga ta'sir qiladi? Bevosita ishlariga demoqchiman. Bu yaxshi savol bo'ldi, ayni og'riqli savol desa ham bo'ladi. Men Moskvadan kelib, bu yerda ish boshlaganimda qaytib ketgim kelgan. Mana shunday ishxonani shunday tashab, bir yaxshiroq doktorga berib, bo'ldi, men qaytdim. Sabab? Bizda bemorlarimiz ko'proq holatni og'irlashtirib olib kelar ekan. Ya'ni shu oxirgi yonadigan paytida olib keladi. Profilaktika yo'q, qaramaydi, kam.
Keyin endi mana hozirgi iqtisodiy, siyosiy holatlardan kelib chiqib mana hozir odamlar o'ziga qarab, sog'lig'iga qarab ancha yaxshilanib qoldi-ku. Lekin haliyam bor sog'lig'iga ikkinchi darajali qarashadi. Mana максимально жирная кухня. Это всё отображается на организме. Да. И очень большая разница, когда ты работаешь с пациентом с таким же клиническим кейсом в Москве и в Ташкенте. В Москве у тебя по щелчку все заживает. А здесь Nima sababdan? bilmaymiz. Turmush tarzimi? Turmush Ob-havomi, tarzimi, ekologiyami? ekologiyami? Endi qarasam ekologiya katta rol o'ynab qo'yayotgan ekan. Воздух, возможно, там чище. Круглый год дожди, снег, как по-другому. Lekin Moskvani atrofida ham zavodlar juda ham ko'p. Yo'q, Moskvani o'zida yo'q-da, ichida yo'q-da. Endi bundoq ekologiyasiga qaraydigan bo'lsa. Mana shu tomonlama razniца, endi buni sal chetga suramiz. Ko'proq hali mentalnost deb o'tdingiz. Bu yerda bemorlarimizga tushuntirish oson ekan-u, lekin bemor uni to'g'ri qabul qila olmas ekan. Har bir bemorda o'zini fikri bor. Uni xohishidek bo'lishi kerak. Uni hamyoniga to'g'ri kelishi kerak. Kerak bo'lsa, u sizni diagnozini u qo'yish kerak o'ziga. Siz o'shani davolab berish. U diagnoz qo'yadi, sen davolab Siz просто исполнитель bo'lib berishingiz. Исполнитель bo'lib berishingiz kerak. Ya'ni shunaqa darajada erkalanib ketishgan ekan. Endi unaqa emas. Mana shu narsa meni ko'proq podkashvoyt qildi, ya'ni ko'proq meni chaldi-da, ya'ni meni ko'proq ketayotgan relsimdan chiqarishni boshladi. Tushuntirasiz yoki qilasiz, yo nima qilasiz, doktor, raqamga qo'ya qolinglar, kerakmidi shu? Bu tush ekan-ku. Kim bilan ishlayotganingizni bilmay qolasiz-da. Boshida bir tushunarli bo'ladi, o'rtasida sal bir o'zgarib, shamollab keladimi bilmayman. Shu tomonlarni ko'rganimda, etti bizda unaqa emas, necha yuzta, mingta qabul qilganman bemor chiqardi orasida. Faqat shu Dog'istonga, Chechenistonga tegishlilarda bo'lib qolardi. Misol endi millat ajratmoqchi emasman. Ularni o'zini tabiati shunaqa ekan-da, yoki misol armiyanlar, ozarbayjonlar, ularda Kavkazlikda в основном shunaqa заложенность bor. Как будто ты что-то их обманывает, да, образно. И o'zimnikida buni ko'rdim demayman, lekin shunga o'xshash holatlarni sezdim-da. Ya'ni to'xtab turing demadi hali menga, lekin mana qo'yaversangchi, qo'yaversangchi, mana buni bo'veradi. Oxiriga bora olmaymiz sen bilan. Deysiz, yo'q. Bizada patsient va vrach o'rtasidagi chegara qanaqadir noaniqligini sezdingizmi? Stёртая граница. Moskvada siz vrachsiz, men patsient bo'lib kelsam, siz gapirgan gapingizga men sizni prям vrach gapiryapti deb qabul qilishim osonroq. Bizda qanaqadir sizni gapingizni vrach sifatida gapirsangiz ham qanaqadir neseryozno qabul qilishadi. Shu berayotgan savolingizga men ham strechni savol bergim keladi-da. Siz o'ylab ko'rmaganmisiz? Mana shu holatga kelishida biz o'zimiz sababchi emasmizmi? Mana shunaqa deb o'ylayman. Vrachlarning o'zi menimcha sababchi. Chunki mana oling kardiologga yo kardioxirurgga oling, например, yo neyroxirurgga oling, u gaplasha olmaysiz. Sporlasha olmaysiz. Sporlasha olmaysiz. Qisqa ikki og'iz yetadi. Xohlasang shu, bo'lmasam tushundingizmi, tushunmadingizmi? Men kech qoldim, deydi, kirib ketadi operatsiya yoki men charchadim, ketib boradi. Yoki narx jihatdan ular bilan tanisha olmaysiz. Arzonroq bo'lgan operatsiyasi. Stomatologiya sohasida Toshkentda men o'ylayman, doktorlarning o'zi, ya'ni har bir doktor o'zini o'rnini berib bo'lgan. Ya'ni berib, o'sha kerak bo'lsa kreslosini bo'shatib berib, bemor siz chiqing to'rga, siz gapiring, nima xohlasangiz biz qilib beramiz. Endi xafa bo'lish kerak emas hech kim, men o'ylayman. Bu o'tirib, bunday fikrlab ko'rishsa, agarda hamma 5 yil umr ketqizding, ketidan yana 2 yil o'qiding, keyin ketidan o'qishlarga bording, qancha yo'ldan o'tib kelyapsan-da, senga eshikdan kirib bitta
bemor yo sen unaqa qilmaysan, mana bunaqa qilasan, mana bunchada qilib ber, men pulingni to'lab olmayman, bo'laqa yoki mayli oldindan to'lasa. Uni ham bo'lib Uni ham endi-da shunaqalarni Cho'zib eshitamiz-da, misol uchun. Keyin bermayapti. Unda xayr deb yuborgin. Yo'q, patsiyent yo'qotaman. kasal. Mana shu yerda o'zi doktorni pozitsiyalarini o'zi berib Ha, qo'yadi. Bu yoqda unaqa emas. Biz yerda qisqa edi bizning gapimiz. Yo'q, churikda yerda ham unaqa demaylik misol uchun. Yerda ham o'ziga yarasha minuslari bor. Shuni uchraganda biz srazi kesardik. Yo'q, biz sizni ishlashni boshlamaymiz. Qo'l qo'ydirib olingan hamma istiyoralarimiz, как положено, осложнениялар haqida, hamma narsa haqida yani e'tibor qaratgan bo'ladi, u yetilgan bo'ladi, dogovorlar tuzilgan bo'ladi. Endi bo'ldi. Qariydi, yo'q, mana punktiga siz rioya qilmayapsiz. Biz sizni gap ishlashni to'xtatamiz. Pulimmi? Mana shuncha pulingizni qaytarishimiz mumkin, boring sudga. Shu bilan ish yopardi. Endi bu yerda ham bizning ishxonada, biz o'zimizning klinikada все через договор, mana hozir ko'rganmiz. Hali aytgan joyingizda hali chegara. Bemor bizga kirishyapti-da, nimaga sizlar bunaqa reskiy sizlar deyshadi. Nimaga sizlarda bunaqa chegaralar chizilgan? Nimaga deydi. Siz nima analiz topshirgani borganingizda oldin через kassu kirasiz. Bor yo'g'i общий analiz kirayi bilan jab bo'lsa biokimiya topshirasiz. Nimaga? Nimaga siz stomatologiyaga kelganingizda oldin tishimni qo'yib bering, keyin men qarab ko'ray, или там necha pul bo'ladi? Hozir yarmidan boshini berib turay, keyin aniq qilib ko'ray. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Yoz, qo'l qo'y. Men qo'l qo'ygim yo'q. Qo'ymasangiz ishlamaymiz. Yo'q, ishlamaysizlarmi? Yo'q, ishlamaymiz. O'g'irladi, chiqib ketganlari ham bor. Gapirib chiqib ketadi ko'p paytda. Boshida sal loyalni qilib yo'q, qarasam hududga o'tdi. Yo'q. Bo'ldi. To'la olmaysizmi? Qila olmaysizmi? Mana shu yerda tugatdi, mana sizga qog'oz. Ishingiz tugadi. Yo, meni hali ishim yo'q. Bizi uchun sizni ishingiz tugadi, shaharda xohlagan klinikangizga borib davom ettirib oling. Bo'ldi, ketkizib yuboramiz. Srazu. Ana o'zbekda oddiy aytishadi-yu, xalta chopib borasizmi deyshadi. Shunaqa chopib boramiz. Iloji yo'q. Shunaqa tarbiyalamasa, boshqacha tarbiyalanmaydi. Endi bitta bizni 700 ta stomatologiyaga qarshi yura olmaymiz, lekin bizning konsept hozir kecha kunduzda shu bilan ketyapti. Ya'ni bilamiz, kontrakt немаленькая summa, например, voy, aytishadi doktorlar, voy, salimdoroq qilsang bo'lardi-yu deyshadi. Unga qancha asab ketadi, sog'liq ketadi qancha. Uni qanaqa hisobga olasiz? Boshidan pozitsiyangizni olib berib bo'ldingizmi, bo'ldi. Oxirida u xohlasa taqadi, xohlasa taqmaydi, xohlasa udib ko'radi, xohlasa budib ko'radi. Finansistga aytdim, ochsa bir jadval qarz. Yetishmagan nimaga? Erta olib kelib beraman dedilar, indin olib kelib beraman dedilar. Bu kasal bo'lib qopti. Bu aniyoda arzonrog'i bor ekan. Это чем пахнет уже? Qanchasi berar ekan, qanchasi bermas ekan, bo'ldi. Yo'q. Aytlaring. Hadiya, agar sen sharoiting yo'q bo'lsa, shu narsaga to'lashingga, menga skidka qilib bering. Agar siz shunga loyiq inson bo'lsangiz, men sizga tekkinga qilib beraman. Skidka degan narsa yo'q. Ya'ni yo'q 10, yo'q 100 so'm, yo'q 0. Tanlang. Klinikangizda skidka qilmaysiz. Yo'q, qilamiz. Misol uchun o'zini protsentni stavkasi bor. Lekin kattasini so'raydi, например, katta sifra. Или там за маленькую стоимость очень серьезная работа. И aytadiki, voy meni arzonroq qilib bering, anaqa qilib bering. Talab ham katta lekin. Talab ham katta. O'shanda aytadigan gapimiz shu bo'ladi. Endi men shunaqa deyman. Doktorlarimiz ham shunaqa deyshadiki, yo'q, mana biz o'tadigan, mana nima deydi, skidkani nima deydi? Kelishilgan holatda znak благодарности, simpatiyada, endi все-таки vrach ham patsient ham hurmatli odam. Hurmat qilamiz, sizni qadrlisiz bizga. Misol uchun aka, tushuning. Lekin 100 so'm yo'q, menda to'la olmayman, hozir sharoitim aniq bo'lsa,
yo 0. Siz agar 0 degani bu haqiqatda qiynalgan oila, uni puli Muhtoj yo'q, yordamga. muhtoj, og'ziga tugur sog'lig'iga ishlatolmaydi, iltimos qilib ber, unga qilib beramiz. Agar shu kategoriyaga taalluqli bo'lsa, o'tir qilib beramiz. Endi bo'lsa, qoladi, yo bo'lmasam chiqib ketadi. Katta ehtimol bilan, katta ehtimol bilan chiqib ketadi. Qolganlarichi bo'lgan? Qolganlari anu qildingiz, mayli, yo bu yoq qilib chiqib ketishadi. Keyin 3-4 kundan keyin yozilib, olib kelib, mayli boshlab turaylik deydi. Oxirida bersam maylimi, keyin bersam yo'q deymiz. Oxiri ish taqadigan payt kelganda через сказ. Shunaqa qilib patsientlarni, umuman bizani patsientlarni tarbiyalay olmayman deb o'ylayapsizmi? Endi bizani klinikada tarbiyalay olamiz deb bilaman hozir. Statistika bo'yicha lekin tayyor bo'lishingiz kerak. Chast kasallarni отсеивать qilib yuborasiz. Ya'ni o'sha to'lagisi-yu, mana shunaqa yo'l bilan yuradiganlar sirazu tushib qoladi. Konkretniy odam o'zi, mana doktorlar ham biladi. O'zi qildiradigan odam tayyor bo'lib keladi. Katta ehtimol bilan 70-80% pul yuzib qo'yadi. Bo'ldi. Siz undan so'rab o'tirmaysiz. Olib kel, falonsimni qachon olib kelamiz, hech gapirmaymiz. Shuni olib keladi, sen to'lashing kerak, bo'ldi. Muhlat beramiz. Shu muhlatni yopib qo'yadi, bizdan gapirtirmaydi. Shunga ko'nikishdi. Moskvada va Toshkentda eng katta patsientdan olgan chekingiz. Toshkentni aytish shartmi? Bizning sharoitda qanaqa sifralar qilsa bo'ladi? Chunki har xil videolar chiqib ketdi hamkasblarimiz, har xil summalar aytishadi, noreal sifralar tuyuladi. Yosh spetsialistlar uchun kimdirlar Instagramni bitirib chiqqandan keyin 2-3 yil orasida 5000 topadi, kam 4-5 yildan keyin 15000, 20000, tam 10 yil stajliga vrachlar 50 mingdan tepasini topadi deyshadi. Misol uchun yosh vrachlarga bu qanaqadir noreal sifra ko'rinadi. Endi sizlar paytda qanaqa bo'lgan bilmaymiz. Hozirgi bizning sharoitda bu qanaqadir katta sifralar. Haqiqatda katta sifra. O'shaning uchun mana sizni ko'pchilik shu o'zini sohasidagi yetuk stomatolog, undan tashqari premium klinikalarni egasi, asoschisi, vrach sifatida biladi va qanchalik bu sifralar hayotga yaqin. O'shaning uchun solishtirish uchun Moskvada hamda bizda davomli. Moskvada ko'p uzoq gaplashish bu sal anurod temada, sal gapirgisi keladi odam bir mumkin bo'lgan narsalar bor, konfidensialniy narsalar bor-da. Tam sifra, son. Moskvada yosh stomatologlik motivatsiya bo'lish uchun. Moskvada ordinaturani bitirib ishlayotganimga endi 1 yil bo'layotgan bo'lsa, o'sha 28 yoshimda bitta bemordan unaqa bemordan bir nechta bo'lgan. Yaxshi topshirish boshlaganimizda bitta bemorni cheki shu paytga $47,500 tashkil qilgan. Eng katta summa bo'lgan o'sha paytda. O'sha eng katta summa yo'q, bitta bemordan. O'sha bemorlarning ichida eng katta chek o'sha bemorda bo'lgan. O'sha bemor bo'lgan va unaqa bemorlar bor edi. Ha, yana bor edi. Ha. Ya'ni shunga chiqqanmiz. Ya'ni eng katta chekda o'z 15, 20, 30 mingli cheklar bor edi. Endi biz ishxonada ishlaymiz. Hali boshida aytdim-ku, ya'ni men tepamda direktorim bor. Men hali gapimizda men uslugani to'g'ri sotishim kerak. Undan men oylik olaman. O'shang o'zimga yarasha bonuslarim bo'ladi. Men shu bemorlarimdan oladigan chekim srednisi o'zi постоянно 30-35 ming bo'lgan bo'lsa, oxirgi o'sha har yil o'tgan sari 47 tepaga qarab yurish boshlagan. Yoshimga nisbatan 28-27 yoshimda 47 mingdan oshiq bo'lgan bitta bemor. Endi bir nechta bo'lgani uchun oila qo'shsa kattaroq sifra bo'lib ketadi. Toshkentdachi? Toshkent sharoitida. Toshkent sharoitida endi qanaqa planlechение eng katta hisoblab berilgan va patsient bunga bitta bemorgami yo'q? Ha, bitta bemorga. Hozir bizning savolimiz yo'q, men oylik daromadingizni so'ramayapman. Eng katta chek patsientga berilgan va patsient rozi bo'lib, bu lecheniyani qabul qilib boshlagan. 34 ming.
bitta bemorda mm, Bu qanaqadir inflyatsiyani hisobigami yoki Moskvada haligacha chek balandroqmi bizga nisbatan? Moskvada chek baland, lekin Toshkentda ham chek pasmas ekan. Ha, chek pasmas. Bizani endi kategoriya bemorlarimiz bor. O'shanga bir xil bemorlarda Bu sizni Moskvadan kelgan bemorlaringizmi yo shu yerdagi bemorlarmi? Bu farqi bor. shu yerdagi bemor. Ha, shu yerdagi bemorlar. Chunki bizada ko'pchilik endi siz ikki yoni bemalol solishtira olasiz. Как vrach sifatida va ham klinikani boshqaruvchi sifatida. Menga ham sal bo'lsa ham osonroq. O'tni ham ko'rganman sharoitini, bu yerda ham. Misol uchun o'tga Rossiyaga umuman bormagan odamlar uchun Rossiya bu qanaqadir слишком nereal sonli, nereal ish sifati va O'zbekiston hali unga umuman tayyor emas degan fikr yuradi bizani stomatologlarda. Ham narx jihatdan, ham boshqa qanaqadir jihatlardan va siz aytyapsiz, что bizani bozorda ham shunaqa summani to'la oladigan patsientlar bor. Bor. Vrachlar biza bunga tayyormiz ham. Klinikalarni уровень shunaqa patsientlarni обслуживать qilishga, umuman yordam ko'rsatishga. Va klinika doktorlar tayyor. Klinikalar ham bor. Ko'p hamkasblar соответствует. Endi to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozirgi o'zi bu maksimalniy konfidensialniy temalar-ku endi buni har tomondan qarash mumkin-da bu sifralarni. Keyin u geometrический progressiya demasam ham ko'tarilib bora oladi-da. Biza endi men Moskvadan kelib qaraganimda birinchidan misol uchun mana shu klinik keyslar достаточно oson emas edi. Talab baland edi. Stoyimiz ham shunga yarasha bo'lgan. O'ziga yarasha odam qilgan, ya'ni biz joyi kelsa jo'natib yuboramiz. Doktorlar ham ko'p ekan bizda jo'natib ish qilishadi. Bemorga to'g'ri tushuntirib, to'g'ri ishni bersangiz to'laydi. Lekin hammasi podrяд bu aytilgan sifradan to'lamaydi. Ya, podrяд hammasi bunaqa to'lamaydi. Endi demoqchiman, eng katta chek что прям motivatsiya bo'lish uchun bizani real hayotda. Bu joyda eng qiziq yana bitta savol. Patsientlar hozir yoki vrachlar sifrani eshitishdi patsientdan olinayotgan eng katta summa. Siz o'qishga, bilimga ketkazgan eng katta summangiz qanaqa summa bo'lgan? Qaysi o'qishga, qaysi kursga eng katta summani ketkazgansiz? Va kurslarga ketkazgan o'zi summangizni taxminan bilasizmi qancha ketkazgansiz? Chunki men ko'plardan eshitganman, juda ham ko'p kurslarga borgansiz. Bu kurslar tekin emas. Bir yilda 56 ming, 60 ming dollar pul ketardi. Bo'lmadim deganda. O'qishga. Endi o'zimiz ishlaydik-da, ishlab pul topamiz. Hozir endi bitirib, endi o'qishga kirganingizda u bo'lmaydi. Tak nima ko'p Moskvada почти каждую неделю-ku o'qish. Yo, aytmoqchi bo'lganim, bizada ko'pchilik vrachlar patsientdan shunaqa summani olib, Bobur Afzalov uyiga borib taxlab yotibdi. No, o'zini ustida ishlamayapti deb o'ylashadi. Aytmoqchi bo'lganim, что bu darajaga chiqish uchun vrach sifatida siz tayyor bo'lishingiz kerak patsientga o'sha yordamni ko'rsata olishga, ya'ni sifatli уровеньda. Что bunaqa chek to'lash uchun patsient. Bu gapim bilan vrach o'zini ustida ishlashga, bilimga pul ketkazish kerak, to'g'rimi? Tushunaman. Hop. Misol qilib aytishim mumkin bo'ladiki, mana bizani bir hamkasbim, men Moskvadaman. U Toshkentda. Shunda bir ishimizni ko'radi. U bemor o'zi Toshkentdan Moskvaga ketgan. Biz mana bu Askar Akayev prezident eshitgansiz, shuni endi buni men просто tutib aytib ketaman. Sovetniki bo'lgan odam, bu yerda ham yashayotgan, Moskvada ham uy joylari, xullas bu yerda implantlarni qo'ydiradi, boshqa qiladi, Moskvaga keladi. Shu bilan biz kafedrada ko'rishamiz. Mani klinikamga keladi. Keyin как раз таки o'shanda gamit plan lechения yozib beradi. Gamit 2-kurs bo'ladi. O'sha kecha kunduzdagi summa juda ham katta sifra yozib beradi gamit.
Man man shunaqa holat bo'lib qoladiki, u menga kelib mandan narx-navoni biladi-da, qildiradigan bo'lgandan keyin yarim yo'lda aytadi-da gamitni narxini. Siz undan kamroq summa Ha. aytgansiz. De и как раз gamit shunaqa ishni tayyorlab выставлять qiladi. Qayerda выставлять qilib? Bu paytda уже sotsетlar bo'lgan. Ну, Facebook'da ko'rsatadi, mana bunaqa Instagramda boshqada emas edi. Demoqchiligim, ne buni aytmoqchiligim, keyin xullas men bitta ish qilaman. Shu paytga qaraydigan bo'lsa, teleskopический balka bo'ladi. Teleskopический balka hozirgi mana doktorlar ko'p eshitishadi Giverjini Kids'i. Bular asosan shunaqa ishlarini Wuppertal degan shaharda o'ydirishadi. Bu yerda Igor Polyak degan bola bor, o'shani katta laboratoriyasi, bitta stanokni o'zi shu payt so'ragan $1,5 million turadi. Ko'rsatganda. O'y beradigan apparat. Да. Точность на очень высоком уровне, ya'ni без рельса, без ничего, как когезия общады, ответкаga. Одним словом, endi понятное дело qimmat ish. Zamoklariga shu payt qanaqa qo'yib berasan o'ynab ketadi. Menga rezinka bredendovskiy zamoklaring bo'lmaydi deganimda Igorga sen xavotirlanma. Men senga zolotoy gilzali qo'yib beraman deydi. Ya'ni на замка золотые гильзы 3/9 proba. Точность yanada yuqori bo'lishi. Да, u постоянно ishlaydi, tilla bilasizmi, moslashib turaveradi. Ну хорошо deymiz. Men gamitni bilmayman. Men bilmayman gamit Wuppertalga berishini. Wuppertalga berishini men bilmayman. O'zim kanalimni Igor Polyakka chiqyapman. Shundaysa, ish keldi, o'shani kalkulyatsiyaga ursa, себестоимость juda baland. Hali vrach bor, boshqa bor. Adekvatniy bemorga bu katta sifra chiqadi. Katta sifra chiqadi, bemor согласен to'lashga. Xo'sh, давайте. Bu ishimni ko'rgandan keyin meni o'rtog'im, hamkasbim Toshkentdagi stomatolog. Menda ham shunaqa bemorim bor deydi. O'shanda nech pul ekan deydi. Kalkulyatsiya qilib bergan deydi. Kalkulyatsiya qilaman deb men savol beraman. Men qarab tortadimi deyman. Diapazon juda katta iqtisodiy desam, san hisoblab bergin. Moskvani pulida to'laydi Toshkentda bemor indamay. Savol. Он объяснил, он мог разъяснить работу. Если вы хотите с такой точностью, да, я прилагаю усилия, так вы тоже должны приложить такое же усилие, как я, например. Это не значит, что вы там где-то будете экономить или там не хотите. Будем делать то, что я говорю. Надо платить. Shunda bemor to'ldi. O'shani so'raganman men. Как ты объяснил, что? Я объяснил, как положено, надо платить. Такая работа, показал твою, того работу. Разъяснил, пациент оплатил. Видать, доходчиvi o'sha kerakli knopkasigacha yetkazganda. O'shaning uchun demoqchiligim, hozir kecha kunduzda bizda hozir aytganingizdek baland chek bo'ladimi, kichkina chek bo'ladimi, o'sha biladi-ku, mana hozir yetuk spetsialistlar ko'p, lekin Toshkent stomatologiyasi достаточно rivojlandi hozir. Uni bilsa, o'ziga uverin bo'lsa, to'g'ri predel bor. Undan ko'tarish shu hammaga unaqa qildi degani emas, sharoitidan kelib chiqish kerak. Sharoitiga yarasha ish berish kerak, aytib berish kerak. Men senga mana bunaqa ish qilamiz, arzonroq. Faqat mana narsalarga tayyor bo'lgin 5 yildan keyin. Bizani shuni taqillatib, mana sen 10 yil garantiya berdingmi yo'tam. Nimaga bu anu bo'ldi demasligim shu. Lekin men ish tanlagan, bu menimcha pul turadi. Pullar. U aqli hushi bor bo'lsa qildiradi. Aqli hushi bo'lmasa, men qildira qolmayman. Ya'ni как себе поставишь-da, изначально. Nozik temani boshladingiz. Ko'p holatda vrachlarimiz patsientga shu narsalar rostini aytishmaydi. Misol uchun Bobur akada koronkani narxi misol uchun 5 million tursa, menda 800 ming so'm. Patsientga o'tdi menga
Man 800 ming so'm kolonkami narxida olman, patsient aytyapti, nimaga Bobur aka 5 million, sanda 800 ming. Man patsientga Bobur akada sifatli material, zo'r texnik, palonchi deb tushuntirmasdan bitta narsa qilamiz, просто Bobur akani klinikalari bor, o'zlarini sentrda ochganlar, shuning uchun qimmat deb tushuntirib qo'yadi. Qolgan mana bu siz aytayotgan narsalarni texnik bilan, qanaqa texnik bilan ishlashi, qanaqa material ishlatishi aytilmaydi. Shu narsa to'g'rimi yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Orada bitta misol qilib ketaman sizga. Biz ishni boshladi, bemorlar keldi, bizani bilmaydi. Bizni aytdi, не знает, kimimizni, nimamizni. Shunaqa klinika bor ekan, tushuntirib berdi, hamma narsani qildiradigan bo'ldi. Summasini aytdik. Past qaryapti. Siz so'ladingizmi? To'g'ri so'ladingizmi? To'g'ri so'ladingmi? Qayerda, Moskvadami? Bitta. Ha, Toshkentda. Yumasa mana bunaqa variant. Yo'q, endi mashina narxdan qilib bering dedi. Xullas, bir doktorga borishgan ekan, bir doktor aytdiki, qancha dedi? Faloncha summani aytdi. Hammaga bitta texnik qiladi. Mana shu ish mashincha summadan bo'ladi. Hammaga bitta texnik qiladi. O'zingiz u yog'ini xulosa qilib olavering deyishgan. Bo'ldi. Bemor aytyapti. Hammaga bitta texnik qilar ekan-ku, qayerdan sizlarda unaqa sifrada? To'g'ri. Каком-то доля правда bor, hammaga bitta texnik qiladi degan. No, u texnik как qiladi? Давайте этого техника пригласим. Mana biz ishlaymizda, "Menga qara, men buni qilishing kerak, men buni qilib berishing kerak. Bu to'g'ri bo'lmaydi. Biz bundan shar'an men buncha pul olamiz. Ertaga uni javobgarligi bor, meni farzandlarim bor, men ularni mana shu yerdan orttirganimda nima bilandir qanchadir qismi kiradi uni oshqozoniga. Tagzi seni ham farzandingga kiradi shu narsa. Aqlan o'ylagin, nima ish qilayotganingni desam, mazza tushundim deydi. Ish qo'limdan qaytarib olib kirib ketadi. Lekin shu texnik o'shanga ham qotgan bo'ladi. Endi nima bo'ladi? Siz ikkita ish surib qo'yadi oldingizga. Men bunga pul to'laganligim uchun mana bunaqa ish bo'ladi, bunga mana bunaqa ish. Lekin bitta texnik bo'ladi. Produkt har xil. Produkt har. Eng katta xato vrach sifatida va vладелец klinikani egasi sifatida eslab qolingan xato sizni. Eng katta xatom. Vrach sifatida qilgan eng katta xatoyingiz esingizda qolib ketgan va bevosita klinikani egasi bo'lib turib qilingan xatoyingiz. Bitsa bo'ladimi? Uni xato qilmaganman. Lekin unaqa bo'lmaydi. Endi eng katta xato vrach sifatida pastdan chiqib keladi, o'zi chiqib kelinadi. Bu bemor bilan to'g'ri bo'lmagan muloqotingizda, ya'ni oxiri sizni yutqizuvingizga olib keladi, ya'ni butun qilingan ish sizga qarshi yuradi. Endi misol lishni sizda nima bo'lgan desa, shu bizani sudga berishgan. Sudda yutqizganmiz. Katta summani to'laganmiz. Bu meni vrachlik paytimda va klinikani egasi bo'lib turib qilgan xatoim. Ya'ni to'g'ri do'g'ri qilmaganman. Ishimni qilib berganman, lekin ekspertiza men tomon bo'lgan. Uni yuristlari baland, kuchli chiqqan. Endi yana u tepadagilarni правительствоni ko'chat qilganligi uchun biz majbur bo'lganmiz. Moskvada. Bu Moskva. Klinikada sistemani qanaqa qilib qursa bo'ladi? Mana Moskvada va bizning sharoitimizda siz bu narsaga etap-etap sekin-sekin yetib kelgansiz va hozirgi kunda qanaqa qilib klinikada sistema qursa bo'ladi? Чтобы прям как parovoz bir tekisda relsda ketish uchun. Qisqa qilib aytganda sizni prinsiplaringiz. Qanaqa qursa bo'ladi deganingizga bizani bu savolga qisqa qilib aytish o'zi sal qiyinroq. Endi надёжный vrachlaringiz bo'lsa, klinikaga соответствующий bo'lsa, ichidagi sistema deganda o'sha har bir segmentda o'zini egasi bo'ladi-da, ya'ni o'sha upravleniyasidan tortib
to pastki koordinator emas, administratorgacha. Ya'ni hammasi o'zini ishini siz to'g'ri taqsimlab bersangiz va shunga yarasha odamlaringiz nima deydi? Ответственный bo'lsa, sistema yuradi. Endi hozir biz bu savolingiz bilan sal обширныйroq savolda. Men bu ko'chaga endi kirib keldim. Klinika Toshkentda bor doktorlar shuni bir uddasidan chiqyapti deyishyapti. Bir gaplashib turamiz. Endi ularni gapirayotgan gapi bo'lyapti. Meni 20 yillik bagajim bor dedi. Oxirgi aytgan gap shu bo'ldi. Sen endi 2,5 yoshli bo'lasan-da hozir dedi bozorda. Endi bu gap atmaska ham emas, ya'ni gap bir boshqa bahonasi emas-ku-ya. Odamlar 2 yilda ham, 3 yilda ham yurib ketyapti. Misol uchun shu kungacha kelayotganimiz yomon emas. Moskvadagi konsepsiya Toshkentdagi klinikani konsepsiyasiga to'g'ri keladi. Shunda olib sistemani yo'q qo'ysangiz. To'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi mentalность абсолютно boshqa, yerdagi mentalность boshqa. Yerda слушаюсь, повинуюсь. Sizni ishchilaringiz, siz egasimiz ishxonani aytdingizmi, aytganingizni qiladi. Bu yerda ham qiladi deyishadi, lekin adashamiz. Bu yerda hali boshida aytdingiz mentalность. Bizda shunaqa narsa bor ekanki, hop derkan, lekin qilmaydi demayman. 10 ta bahonasi bor, 10 ta sharoiti bor. Hali bolasi yig'lab qo'ygan, hali mama to'yga borish kerak, mehmonga borish kerak, nima. Xullas, ответственность qo'yadigan bo'lsa, katta farq, juda katta farq. Mana o'zimizning ishxonada boshqa millat ham bor. Boshqa millatdan borda, doktorlarimiz ko'rib aytishadi dash. Qarang, ma'mul ishlashini qarang. Shuni o'zida уже baho bo'ladi. Endi чтобы найти такую команду, вот нам сейчас трудно, но стараемся. Nimaga klinikani oti dinastiya? Qatnan u dinastiya nomi kelgan klinika. Nimaga avtorskaya klinika Abzalova emas, Rossiyada, Moskvada ayniqsa juda ham ko'p shunaqa klinikalar, avtorskiy klinikalar. Aytdim boshida dedushkamiz doktor bo'lganlar deb. Endi doktor bo'lganlar, men stomatolog bo'lib ketdim, yana texnik bo'ldi, yana texnik doktor bo'lib ketgandan keyin bular o'tirgan bular dinastiyasi doktorlik ekan deb bo'lgandan keyin shuni olib qo'yganmiz. Birinchi olganman. Ammo qolganlar qo'ya olmayapti. Muvaffaqiyat siz uchun nima? Muvaffaqiyat men uchun bu siz qo'ygan o'sha maqsad qo'yib, o'sha maqsadga erishish. Ya'ni niyat qilib maqsad qo'yamiz. Shu maqsadimizga Alloh beradi. Shu bizning muvaffaqiyatimiz Allohning izni bilan. Patsientlar ko'proq vrachga keladimi yoki klinikagami? Umumiy olib qaraganda, sizni klinikangizda emas. Umumiy olib qaraganda vrachga keladi. Vrachga. Lekin hamma harakat qilyapti. Hozir shu konsepsiyani oxirgi mana shu 3 yilda shu rivojlandi Moskvada ham. Чтобы patsientni klinikaga keladigan qilish. Naskолько bu Toshkentda haqiqatda ro'yobga chiqadi, uni hozir vaqt ko'rsatadi. Moskvada bu chiqishda, bu mana shu segmentga chiqishda juda ko'p klinikalar bor. Ichida bemorlar, doktorlar, vrachlar almashaveradi, sistema ishli bemor kelaveradi. Ketdi, men doktorim bor edi, sen doktoring ketdi, bo'pti deydi. Yo'q, ketadi, u ob'yom kattaligidan o'rni bilinmaydi. Yoki bir xillari bor qoladi. Misol uchun men o'sha yerda klinikamda o'zimizning hozirgi klinikada doktoringiz ketdi desa, ya'ni изначально осложнение olmagan bo'lsa, shaharda klinikangizni nomi осложнённый klinika, ya'ni muammolarda ishtirok etmagan bo'lsa, ko'p Moskvada shunaqa ishlaydiki, so'tset qariyalarni ham orasida ishlaydi. Ular bolalaridan bilmaydi, ular o'zi biladi. U sizni o'zi qidirib, topib, Google qilib keladi. Ya'ni muammoingiz bo'lmagan bo'ldi. Bormisan, yo'qmisan? Hozir siz mana Bobur Abzalisiz. Sizni priyomingizga
18-19 yoshli Bobur Abzalov kelyapti. Student hali Toshkentda o'qiydi. Lekin ambitsiyalari bor. Chetga ketib, zo'r stomatolog bo'lmoqchi. Nima 3 ta maslahat bergan bo'lardi unga? Hozirgi Bobur Abzalov yosh o'sha Bobur Abzalov. Ketmoqchiman, shu ambitsiya bilan yurgan Bobur Abzalov. Nima maslahat berasiz 3 ta? Endi ambitsiyasi bo'lgandan keyin u ambitsiyasiga erishadi по-любому. Aytadigan narsam chet elga chiqqanda biz endi hozir kattaroq bo'lib qoldik. Maqsadi so'raladi, qo'yilgan maqsadingga yetishing kerak. O'zligingni yo'qotishing kerak emas. Baribir qoning chetdanda. Asosiysi bir bo'lishing kerak deymiz. Rassani shunaqa ambitsiyang, san Zapatda o'shani zabit qilmoqchimisan, demak bir bo'lasan. Boshqachasiga boshqa narsa bilan Yosh stomatologlarga hozir Rossiyada prям ishini boshlab zo'r stomatolog bo'lib ketish shansi ko'proqmi bizani O'zbekistonga nisbatan? Nima deb o'ylaysiz? Стартануть молодым специалистам легче в России, чем у нас? Можно, как скажу, город большой, страна большая, ментальность другая, спросы большие. Могу сказать, да, молодой специалист, если он правильный, знающий, умеет работать, наверняка стартап быстрее получится в Москве. Sizga shunaqa imkon berilganda bizni stomatologiyada o'quv sistemamizdan qanaqadir fanni olib tashlab, uni o'rniga o'zingiz bilgan qanaqadir navkingizni shuni o'rniga qo'yishni sizga imkon berishsa, qanaqa navk qo'yarsiz? Yosh stomatolog nimani bilib chiqishini xohlardingiz, чтобы hozirgi chiqayotgan stomatologlar o'sha oldingi Sovetskiy Soyuz paytidagi elitniy stomatologlar bo'lib yetishib chiqish uchun обществоga. Xo'p, bitta joyda men qoqilishim mumkin. Hozir bularni fanlari nimalar o'tishayotganini yaxshi bilmayman-da. Bitta kirishishim kerak. Ba'zi знания o'sha ba'zi predmetlar taxmin olinadigan bo'lsa, eski yo'nalishlar hali ham присутствует. Ularni olib, mana hozirgi endi bu institutda, universitetda sharoiti bo'lishi kerak-da bu narsaga. Yoki tashqaridan shunaqa klinikalarni jalb qilardimki, men kontrakt qilardim shunaqa klinikalar bilan, kerak bo'lsa o'shalar bilan gaplashib, pulini to'layirmidim, zaym interes qilsa bo'ladi-da. O'sha nechta ordinator yo nechta studentni bitirib chiqyapti. Shaharda nechta klinika bor hozir? Bordir bir 700 ta, 800 ta, 1000 ta bo'lmasa-da, misol. Shulardan bir 20-30 tasi yaxshi klinika bo'ladi, bo'lmadim deganda. Gaplashib, взаимовыгодных условиях haligi talabani ko'rsatib, o'rgattirib, predmetni o'tayotgan fanlarini ko'rib chiqilardi, ya'ni spetsializatsiyasi bo'yicha. Qanaqa urovenda o'tilyapti. Yoda teoriyasini to'g'rilaydi, yoda praktikasini bersa, spetsialist уже birinchi kundan boshlab ishlab ketsa kerak. Va shu o'quv temasiga to'xtalganimizda, sizni o'sha 10 yilcha oldin bizni Toshkent institutimizga yordam qilgan, juda ham katta moddiy yordam qilgan inson deyishdi. Shu to'g'risida ozgincha aytib bera olasizmi? Bu qanaqa maqsadda, qanaqa filosofiyada qilingan yordam? Siz Rossiyada ishlaysiz. Umuman Toshkentga hali kelish niyatingiz yo'q. Rossiyada ishlab yurgan odam O'zbekistondagi bizning institutga yordam berish fikri qayerdan kelgan? Endi unda bizani men bilan bitirgan hamkasblarim bor. Endi bizni kelib ketib yurardi, sharoitini ko'rardim, kontrast katta edi. Ya'ni moskovskiy student, moskovskiy ordinator разоблачённый yashaydi, ya'ni ularda уровень успеха juda baland. Hozir aytganimdek, xohlasa Lebedenkada o'qiydi, xohlasa Rudenda o'qiydi, Bir katta-da. Bizda endi faqat toshmay bo'lardi. Endi shunaqa bo'ladiki, bizda deydi fantomniy
Sinf. binoda fantomni sinf qilmoqchimiz. Katta ekran ilib, mana shu o'zimizdan chiqayotgan talabalarga shunaqa уровеньni bermoqchimiz. Shunga sponsor qidiryapmiz deyishadi. Endi o'zi bilimga tikkan narsangiz, ya'ni bilasizki, undan qaytayotgan narsa sizni nariyog'ingizga yig'iladi-da u. O'shanga men ikki tomondan qaraganman. Birinchisi albatta egoizm nariyog'ini o'ylaymiz. Asosiysi, endi ikkinchisi albatta nimaga mani bitirgan joyimda, mani o'qishimda bunaqa bo'lishi kerak emas degan ichkaridan yoqilib qolgan. Patriotizm yoqilib qolganda, shundaki to'xta deganman, nima qilish kerak? Mana shu fantomni sinfga mana shu narsalarni olib qo'yib berish kerak, ishlash kerak. Hammamiz dam olamiz deganman-da. Bez никаких задумок и hech narsani ketidan kutmasdan kimdir menga nimadir qilib bersin. Men bilmayman ham, tanimayman ham hech kimni. Например, menga mashaqa deyishgan, bo'ldi deganman, olib keltirib tashab ko'rganmizdan bir rasmini uzoqdan ko'rganman. Bir marta o'tib ketayotganimda eshikni ochib ko'rsatishgan. Что-то помню, что-то не помню. Bundan bo'lib ketgan. Aytishadi-ku, cho'qqiga chiqish oson, cho'qqida ushlanib turish qiyin. Siz qanaqa 3 ta prinsip ishlatgansiz cho'qqiga chiqish uchun stomatologiya sohasida hozirgi turgan darajangizga va qanaqa prinsip ishlatasiz o'sha joyda qolish uchun? Cho'qqiga chiqishingiz uchun endi 3 ta prinsip deyapsiz, sanab ko'rmagan ekan prinsiplarni. Qanaqadir qilgan ishladingiz? Mana bunaqa narsada maqsad qo'yasiz-ku. Ya'ni bir spetsialist bo'lishim kerak, ya'ni ishimni 5 bahoga bajarishim kerak. O'zi qo'yiladigan, men aytadiganim doktor qo'ygan maqsadi, ya'ni men mana shu bilimga ega bo'lib, mana shuni bemorga qilib beraman. Ya'ni mana shunaqa уровеньda. Siz qachonki yetilasiz-ku, ya'ni o'sha ishni qila olasiz. O'zi doktorni oxirigacha o'qiyveradi. Oxirida ham qarasa hali ham kam bo'ladi. Hali ham hech narsani bilmaymiz. Hali ham nimalarnidir o'qishimiz kerak bo'ladi. Lekin уже чувствуешь, что у тебя получается. Ты сдаешь хорошие работы, от этого наслаждаешься. Вот здесь уже начинается, ты будешь говорить, сколько стоит, да, твоя работа. Ты уже назначаешь цену, от которой пациент не отказывается. Ya'ni siz aytgan pulingizni siz shu mablag'ga ishingizni xohlagandek qilib berasiz. Tushundingiz-a? Shu siz uslugingizni to'ladi, ana siz o'sha cho'qqiga chiqdingiz. Endi unda ushlanib turish deyapsiz. Unda ushlanib turish uchun demak siz o'sha o'zingizni знаниеңizni дальше davom ettirishingiz kerakki, o'sha уровеньda turishingiz uchun. Oxiri заключается в том, что ваша услуга должна продаваться, но она должна продаваться по соответственной стоимости. А не так, hali aytdik-ku, bozor bo'lib, mana men shu deb bilaman. Siz eng yoqtirgan 3 ta kitob. Siz anaqalargami? Молодой spetsialistlarga o'zingizni sohangizdan ortopediyada misol uchun. Endi boshlashsa, biz boshlaganmiz Mauro Fradianidan. 2 ta tomi bor. O'sha yerda imенно bizadagi spetsialistlarni endi boshlang'ich stadiyasida demayman, достаточно устойчивый bo'lish uchun yetarli baza. Bo'ladigan bo'lsa, men bu yoqqa ortopediya bo'yicha qo'shadigan кого добавить? Там Массерони, там микроскоп, под микроскопом. Frediani sizga shu ko'proq narsa bergan. Да, потому что там все показывает, как планировать пациент, на что надо обращать. Вернее, изначально самая топовая книга, да? Men endi поскольку хирурgiya ham olib borganligim uchun ikkinchi kitobim розовый обложка Otto Zurriki. Mягкий ткани. Mягкий ткани. Shu kitob обязательно присутствовать qilish kerak bo'ldi.
Ну и yana bir kitob bor. Это протезирование его осложнения, да? Shu kitobni bilganingizdek hamma осложненияni bilsangizgina to'g'ri ishlaysiz. Mana shu 3 ta kitob. Endi asosiysi manda endi xirurgiya aralashib qolganligi uchun buni ko'rib chiqsa ham qilmaydigan odam shunga qarab olib boradi. Я забыл добавить книжку Паскаль Ванье и биомиметика, Да. и до него еще тот том, о котором он адгезивной реставрации говорит. Да. А вот сейчас он выпустил 2 тома Биомиметика, биомиметики. реставративная Да. стоматология, да. Вот эта книга — это обязаловка. Фрадиани для ортопедов обязаловка. Для, если мягкие ткани, хирургии, вот тут всё, она очень разборчиво подана. Там, ну, можно там из Укелли, их там много. Вот эти книги одни из таких сильно базовых книг. Shuncha yig'gan bilimlaringiz bilan bo'lishish qanaqadir fikri bo'lmaganmi? Kurs qilish, bizni o'sha yosh O'zbekiston stomatologiyasini rivojiga qanaqadir hissa qo'shib, bizani stomatologiyani darajasini ko'tarib, shu bilimlaringiz bilan bo'lishish fikri bo'lmagan? Endi o'sha etapga keldik desa bo'ladi. Ya'ni reja qilamiz. Xudo xohlasa mana shu yangi yildan ofis kurs qilamiz. O'zingiz ishxonangizda? Да, возможно, на 10 человек базовый ортопедическая стоматология bo'ladi. O'sha maksimalni O'tiydi hammasini. hamma narsani ko'rsatib, tushuntirib beriladi. Baxt siz uchun nima? Uhu. Baxt siz uchun nima? В чем счастье? Счастье в здоровье. Sog'lom bo'lsa, sog'li bo'lsa qolgan hamma narsa bo'ladi. Keyingisi blitz savoli. Как выбрать зубных техников? Посмотреть надо их работу. Ishiga. Ishini ko'rishimiz kerak. Uning uchun bitta ish berib ko'rishim kerak-da. Undan keyin ma'lum bo'ladi. Ha. Funksiya или estetika? И то, и то. Tishni neprямой restavratsiya bilan tiklash uchun eng yoqtirgan materiallaringiz sirkon, metall, keramika. Qaysi biri? И то tanlaymiz. Назначение. IMX refraktor. MX. Materialni, tishi qoplamasini, materialni kim tanlash kerak? Vrach yoki texnik? Vrach. Eng yoqtirgan implant sistemalaringiz. Straumann. Shablon yoki shablonsiz implant qo'yish. Vaziyatga qarab. Ko'proq sizga yoqadigani? U ham bu ham kelasi. Ortopediya, xirurgiya qaysi biri sizga yaqinroq? Ortopediya. Mikroskop yoki binokulyar? Kelasi. Bittasini tanlasangiz ko'proq ishlatadiganingiz? Binokulyar. Osonroq, tezroq binokulyar. Moskva yoki Toshkent? Hozir Toshkent. Qiyin operatsiya yoki qiyin patsient? Qiyin patsient. Tanlaysiz. Qiyin patsient bilan ishlashni tanlaysiz qiyin operatsiyadan ko'ra. Idealniy patsient siz uchun bu qanaqa patsient? Men bilan mani keysim, men bergan planlichani ham qabul qiladigan. Qiyin ish kunidan keyin siz eng yoqtirgan moment? Qiyin ish kunidan keyin eng yoqtirgan moment dam olish albatta, sport zal. Patsientlar tarafdan gapirilgan gap sizga eng yoqmaydigani? Hali gap narxini talashsa yoki o'zini inisiativasini kirg'izish bo'lsa yoqmaydi. Stomatologiyada siz hech qachon qilmayman degan ishingiz nima ish? O'zingizni sohangizda. Endodontiya. Eng qadrsiz patsientga bergan maslahatingiz. Siz beryapsiz maslahat, uni patsient hech qachon qabul qilmaydi, lekin u juda ham qadrli maslahat. Qaysi maslahat shu? U qadrlamaydi, lekin bu narsa ham juda qadrli maslahat, a? Qaysi maslahat? Vовремя посещать, ya'ni bizani ko'proq Profilaktikaga. да. Ya'ni profilaktika deganda понятно, tishni tozalash nazarda tutilmayapti. Bizni topshirgan ham o'sha topshirgan keysimizni kontrolda ushlab turamiz. Shuni vaqtida kelib bersa, ana shu men uchun qadrli bemor hisoblanadi.
Googledan kelgan patsient yoki Googledan o'sha diagnozini bilib kelgan patsient sizni ko'proq asabingizga tegadimi yoki kuldiradimi? Kuldiradi desam bo'ladi. Endi asablar to-da. 5 kunda total reabilitatsiya bu hypemi yoki Yo'q, real? hype. Eng kulgili savol patsiyentlar tomonidan sizga berilgan. Eng kulgili savolmi? 3 kunda 28 ta tishimni taqib bera olasizmi degan. Спасать нельзя удалять. Кто должен ставить запятую? Конечно, implantolog удалять. Patsiyentlar ko'proq og'riqdan qo'rqadimi yoki narxidanmi? Narxidan. Stomatologiyani. Patsiyentni qanaqadir gapi, uni eshitib siz bu patsiyent bilan qiyin bo'lar ekan deysiz. Qaysi gap odatda? Har bir savolingizga samleniya bilan javob beradigan bemorlar qiyin bo'ladi. Patsiyentlar ko'proq o'zini aldaydimi yoki vrachchimi? O'zini. Pulim yo'q yoki O'zini aldaydi. o'zini. Sizga bermoqchi bo'lgan savollarim, meni qiziqtirayotgan narsalar odatda o'zi shundan iborat edi. Endi qolgan qanaqadir savollarim xudo xohlasa klinikaga borganda, klinikada yana beraman. Bevosita klinikani ko'rayotganimizda, obzor qilayotganimizda hozirgacha shuncha o'tirganingizga, savollarimizga ochiq-oydin javob berganingizga, vaqtingiz ayamasdan kelganingizga yana bir marta sizga kattakon rahmat demoqchiman, Bobur aka. Salomat bo'lasiz. Yosh spetsialistlarimizga bermoqchi bo'lgan maslahatingiz O'zbekiston stomatologlari uchun. O'zbekiston stomatologlar uchun maslahatim hali boshida aytganimdek, qunt bilan ishga qarash, ya'ni mo'ljal qo'ydimi, ya'ni qaysidir spetsializatsiyasini uchadimi, o'shani oxirigacha yetkazish. Ya'ni yarim yo'lda ortoped, yarim yo'lda terapevt, balki xirurg. Shuni boshidan определять qilib, shuni boshidan yoqasidan ushlab oxirigacha olib borsa, yetuk spetsialist bo'ladi. Paralleldan endi qo'shimcha o'qishlar, o'zini ustida ishlash, to'g'ri ustoz tanlash bu katta narsani beradi. Ko'pchilikni eshitamiz. Endi ustoz yaxshi yomoni bo'lmaydi, u baribir ustoz. Lekin kimdir vaqtini zoya o'tkazib qo'yadi. Qaysidir vaqt. O'shanga shu tomondan aytaman, to'g'ri ustoz tanlashdi. Shogirdlaringizga yaxshi ustoz bo'la olaman deb o'ylaysizmi? Shogirdlarim yaxshi ustoz ulardan so'rash kerak. Sizni fikringiz? Yo'q, qanday qo'yasiz? O'zingizga shunaqa ustozni 20 yil oldin ravo ko'rarmisiz? Ravo ko'rardim lekin. Shuning uchun aytaman, ulardan so'rash kerak. O'zimga. Bu o'zim yaxshi ko'rganim uchun emas. Qani dedim, chunki o'tganman deb qo'ydim. Rahmat kattakon. Shuning bilan bugungi navbatdagi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, qanaqadir o'zingizga manfaatli, qanaqadir informatsiya olgan bo'lsanglar, videoni tagida like, kommentariy va albatta do'stinglar bilan bo'lishib qo'yish esingizdan chiqmasin va har doim sizlarga shunaqa qiziq mehmonlarni taklif qilib, o'zimizning O'zbekiston stomatologiyasini rivojiga ozgina bo'lsa ham hissamizni birga qo'shamiz degan umiddamiz. Muhiddin, sizga ham rahmat. Ancha mazmunli bo'ldi bugungi kechamiz, bugungi savol-javoblarimiz. Ishlaringizga omad. Endi shu amalga oshirayotgan diskussion klublaringizda birga bo'lib, birga bellashamiz, xudo xohlasa. Salomat bo'ling. Demak, konkurs Bobur aka Abzalovdan hozir kurslar haqida ma'lumot berdilar. Shuning uchun konkurs shu videoni tagida Instagramda yoki YouTube'da kommentariy yozasiz. Nima uchun siz Bobur aka Abzalovni kursiga kelmoqchisiz va nima uchun siz shu kursni yutib olmoqchisiz? Eng qiziqarli kommentariy qoldirgan insonni Bobur aka bilan birga o'qib chiqib tanlab va shu inson Bobur aka Abzalovni ofis kurslarida bepul ishtirok etish huquqini yutib oladi. O'shaning uchun o'ylab tezroq chiroyli kommentariyalar yozinglar, qanaqadir manfaatli va nima uchun sizga bu kurs kerakligini. 10 kundan keyin shu video chiqqandan keyin kommentariyani o'qib, o'sha insonni aniqlab va albatta u inson bilan aloqaga chiqamiz. Hammaga omad.